Xo'sh, assalomu alaykum. Bugun Og'abek O'zbekiston podkastining ikkinchi soni. Juda ham hayajondaman, chunki bugungi mehmonlarimiz seryoziy mehmonlar, o'zimning do'stlarim, undan tashqari kollegalarim. Xo'sh, tanishtirib o'tamiz mehmonlarni. Husuddindan boshlaymiz. O'ng tarafimizda Husuddin Sarsimbayev Beruniy tumanida birinchi maktabida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Undan tashqari Intellectual Progress o'quv markazida IELTS instruktori, undan boshqa kichik auditoriya IELTS Beruniy degan loyihalarning boshlig'i Husuddin. Chap tarafimda esa Ruslan Abdurahmonov, bo'lajak PhD, Garvard School'da katta o'qituvchi va IELTS instruktor, undan tashqari URDUP, ya'ni universitetida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Xo'sh, asa boshlayveramiz. Sizdan tanishtirib oldim. Endi bugun bir boshqacha harakat boshlashga qaror etdim. Icebreaker bilan boshlaymiz. Ikkingizdan ishingizni inobat olgan holda ikkingiz ham ingliz tilini o'rgatasizlar va bu kundalik hayotda bo'lgan narsa. Studentlar hamma o'qitadigan va sizlar hamma eshitadigan bir dana xatoni aytib boshladi. Lug'atdan misol uchun, talaffuzdan misol uchun, masalan, cucumberdami, kukumberdimi, shunga o'xshash. Engage. Engage, okay? Молодец, pronunciation xatosi. Manikinden shundanroq developni develop deb aytadi. Okay. Молодец. Boshlab oldik. Yes. Seriously. O'zi to'g'ri savol, o'zi men girib olishimiz kerak. Nima deydi? Moda. Короче, boshida o'zi nachun ingliz tilchi bo'lganlar haqida gaplashib olamiz. Birinchi uchun o'zi shuni xohlagan bo'lsa, yoshroqdizmi yo hayotni o'zi majbur etganmi? Kim boshlaydi shunda? Husuddin o'zing boshlayver, shundan tartibda ketamiz. Ya'ni nachun bu sohani tanlagansan? Sen aytganimda hayot majbur etgan. Masalan, maktab vaqtimda, kichkina vaqtimda 1-2 klass vaqtlarida buxgalter bo'laman deb orzu etganman-da. Orzu etganda opam majburlagan. Katta bo'lsam buxgalter kasbini tanlaysan, sababi dadam buxgalter bo'lib o'tgan. Shundan keyin men ham buxgalter bo'lasan deb majburlashgan. Bo'lsin 3-klassda bizning xalamiz bor edi. Ulli dayimizning qizi Dubayga sayohat etib keldi. O'zi bizneslaydi. Shu vaqtda bizneslari bor edi. Dubaydan tovarlar olib kelgan. Shu vaqtimda men bilan teng bolasi bor edi. Ikkovimiz yanına chaqirdi. Balalarim dedi, sizlar dedi ingliz tilini o'rganinglar dedi. Shu o'rganganingizdan keyin sizlar Dubayga olib ketaman katta bo'lsanglar kelajakda dedi. Shundan keyin ingliz tiliga qiziqib, ingliz tilini o'rganib boshlaganman-da men. 3-klassda o'zi kurslarga qidirib, lekin kurslar yo'q edi, vaqtim rivojlanmagan. 2003da. Shundan maktabda shu tadbir, narsa, bellashuv bo'lsa ingliz tilida o'zim qatnashganman. Shu bilan 9-klassga qadar ingliz tilchi bo'lishni xohlab yurganman. Ingliz tili bilan shug'ullanib yurgan. Vaqtida biz Albinskga qo'ygan maqsad unchalik bo'lmaydi. 9-klassdan so'ng kimyodan toza muğam bitirib keldi universitet. Shu vaqtda ana shokda sinfdoshlarim men ham universitet bitirgan ekan damlar dedi, muallim dedi. So'ng universitet bizlar uchun shu vaqtda dim katta narsa edi-da universitet. Bizlar o'qidik universitetda. Bizlar uchun kichkinaroq mineniyaga ega. Lekin u bizning vaqtimizda 2009-yilda katta universitet degan xayolimda boshqacha edi. Men ham universitetga kiraman dedim-da. So'ng shunday deb, "Qanday universitetga kirasan? Boshqa shuni aniqlab ol" dedi shu muallim aytdi. So'ng shunday bilmam, men o'zim ingliz tiliga qiziqaman dedim. Onda sen diplomatiyaga topshirishing kerak dedi. Bo'ldi dedim, diplomatiyaga kirishim kerak ekan deb shu vaqtda universitet kallama kirgan. Bo'lsin 9-klassni bitirgandan keyin universitetdan burun baribir kasb o'rganish kerak ekan, kollej yoki litseyga topshirish kerak ekanda. So'ng litseyga topshirishga qaror etdik. 9 bitirib, 3 yil o'qib, keyin o'qish o'tadi. Litseyda o'qidik, litseyda tayyorlandik, arasında Qozog'istonga ishga borib keldim, shu bu bo'ldi, tarix uzoq narsalarim. So'ng litseyni bitirgandan keyin Urganchga topshirishga qaror etdim. So'ng birinchi yilim yig'ildim. Shu vaqtimda yiqilgan vaqtda endi katta bola bo'ldik-da. 2013-yilda yig'ilgan bo'lsak, 18 yoshda bo'laman. Atamlar sababchi bo'ldi bu kasbni tanlashimga, sababi sen tengi bolalar o'zi pul topib ishlab boshladi dedi. Bir restoran yoki kafelarga kirib ofisiant bo'lib ishlaydi dedi. Shu vaqtimda hech yerda hech kim yo'q lekin. Men aytdim, "Ata, men o'zim kurs boshlab o'tirman, ingliz tilini o'qitib boshlab o'tirman" dedim.
maktab bilan gaplashdim. O'qishga kirishdan endi. Hava. O'qishdan yig'ildim. Yig'ilgandan keyin atam aytdi, ishla dedi. Apam bir o'zi ishlayman aytdi. Shu vaqtda aytdi, "Yo'q" dedi, "ishlaysan" dedi. "Yo'q, men kurs ochib o'tirman" dedim. "Qanday kurs?" dedi. "Maktabda ingliz tilini o'rgataman." Shu bilan kursni boshladik. Eplab ketdik boyag'i. The rest is history. Hava. Dim ko'p aytiladigan narsalar bor bu yerda. O'rtada Qozog'istonga chiqib keldim. Ondan keyin qaytadan o'qishga topshirdim. O'qishga topshirib, ikkinchi yil ham kira olmagandan keyin progresslash boshladim 2014-yilda. 2014dan 2015ga qadar ishladim, 2015da o'qishga kirdim. Shu bilan o'qish bo'ldi, o'qishni bitirdik. Yana qaytadan maktabga qaytib ishga boshladim. Ajoyib. A long journey. Hozir eng short versiyasi. Long versiyasini keyin podcastga aytib berasan. Podkastning o'zi. Yo'q, odamlar zeriktirib qo'ymaslik uchun albatta nima kerak bu narsa deyish mumkin. Asosiy narsalar qolib ketadi, shuning uchun qisqadan qaytdim. Okay, rahmat Husniddin. Ruslan sendan chiqib bo'lgan. Menda doğrusu yosh vaqtimdan o'zi o'ylamaganman, o'qituvchi bo'laman deb bilinmani uchun, lekin ingliz tili o'rganish yoqaradi menga, chunki yosh vaqtimizdan shu yerda inglizcha qo'shiqlarni ko'p eshitardi uydagilar. Shu diskoteka 80-х, 90-хдagi artistlarni eshitib, shularni odat tutdi ekan. Michael Jacksonlarning qo'shiqlarini eshitgan vaqtimda men qiziq tuyular edi, u nov haqida gap aytib turganligi va undan tashqari shu vaqtlari menimcha o'zi moda edi ingliz tilini o'rganish. Shuning uchun uyda bekor o'tirmaslik uchun ingliz tilini boshlaganman. Litseyga kirajak vaqti, lekin eng birinchi Husniddin aytganidek, menda ham shu ekonomik yo'nalishi yoki finansирование bo'yicha ishlash meni xayolimda bo'lgan. Litseyga topshirgan vaqtimda biologiya, ximiya bo'yicha topshirganman. Biologiya, ximiya gruppasida o'qiganman. Lekin u yerda nechikdir men konkurensiyani ko'rdimdan görmedim yaxshi o'zimni. Aniq fallasini tushunmas ekan. Keyin shuning uchun ham o'zi birinchi ekonomikaga topshirajak edim. Matematikaga bordik bir jo'ram bilan. Lekin shu jo'ram ikkinchi kuni matematikaga bormay qoldi. Men ham keyin u bilan bormay qoldim. Ingliz tilini davom ettirdik va ingliz tili birinchi blok bo'lgan yo'nalish kerak edi menga. Inyazada birinchi blok bo'lgan. Shuning uchun ham Inyazni tanlab, shu bilan hozir o'qituvchilik kasbini tanlaganman. O'zim ham bo'lar edim, misol uchun o'qish vaqtlari men sendan so'ramadim. Temperamenting nega to'g'ri kelmaydi o'qituvchilikdan, chunki yomon o'qituvchilar bilan us versus them narsani yurgansan. To'g'ri. O'qituvchilar seni yomon ko'rgan. Teacher's pet bo'lmagansan. Endi shu yerda o'zining ham o'qituvchi bo'lish nesini aytib ketsin bu. Ag'abek, o'zing ham nechun o'qituvchi bo'lding? Menda ham shunday bo'lgan, endi men o'shada tarjimon bo'laman deganman. Boshida shu ingliz tiliga kirishdan maqsad. Lekin menda ham shu boshida shu ekonomikaga kiraman deganman. O'zi qarindoshlarimiz bizada matematik ko'pchiligi, ayniqsa shu anam taraflar. Men ham shu matematik bo'lasan sen deb meni kalaman qo'yganlar, lekin matematikadan berilgan vazifalarni ingliz tilidan berilgan vazifalarga hazat ishlamas edim. Bir yil bordim matematikaga, keyin o'sha ikkinchi yili yo'q, o'sha men uchun emas deb akam aytganman, ingliz tilini tanlaman deb, tanlab shu Inyazaga kirib, Inyazaga kirgandan keyin tarjimonliklarni ko'rdik. Misol uchun tadbirlarga borar edik, yana ruslar bilan borganmiz. Tarjimonlik ham bo'lsa bo'ladi. Ishni protsessini enjoy etmasang, misol uchun balkim zo'r tarjimon bo'lsam, hozirgidan ko'proq foyda olishim mumkin edi. Lekin birinchi zo'r tarjimon bo'lish uchun ko'p til bilish kerak. Faqat ingliz tili o'zi yetarli emas. Plus shu tarjimonlikni protsessi men uncha yoqmagan. Ya'ni masalan, u dokumentni tarjima etish bo'ladimi, yo odamning bir nutqini tarjima etishmi, yo gid bo'lib olib yurishmi, shular yoqmaganligi uchun ingliz tilini ya'ni o'qitib boshlaganman. Birinchi nazarda Jon turibdi, Jondan tayyorlab boshlaganman. Menda ham sendan misol uchun otang sababchi bo'lgan bo'lsa, sen bo'shatgan bo'lsa, menda anam bo'shatgan. Davay ko'chadagi bolalarni tayyorlab boshlab for free, ya'ni bepul tayyorlab. Konstansdan 3 oymi 4 oydan keyin 15,000 so'm, keyin 20,000 so'm shunday. Men birinchi kursim 25,000 edi. O'sha men sen arzon boshlagan ekanman. Endi sen boshida ertaroq boshlagansan. Ya, shuni hisoblasak. Okay, ajoyib. Okay. So, men bu yerda bir-ikki serial savollar bor ekan, u dim serial keladi, teaching uchun, lekin kerakmaydi bizda. Lekin har kim menimcha o'qituvchilik boshlagan vaqtida xato etgan. Misol uchun o'z asosiy podkastdan maqsad shu sohani ochib berish. Ya'ni professionallar bilan suhbat qilaman deganman.
O degani misol uchun biror bir odam shu ingliz tilichi bo'lishga qiziqsa kelajakda shu podkastni ko'rib ozmi ko'pmi tayyor bo'lishi kerak shu sohaga. Shuning uchun sizlarga savol, hammam o'qituvchilikni boshlagan vaqtida xato etgan. Ya'ni birinchi yilindami, birinchi oyindami misol uchun siz shuning uchun xato etgansiz boshida. Masalan, shu to'g'rida o'ylagansan, o'qitish metodimi, o'qitish kitobimi, o'qitish usulimi, shu xato nima bo'lgan sizda? Eng katta xatongiz? Ishonch. O'quvchilarga bo'lgan ishonch. Tushunarli. O'quvchilarga bo'lgan ishonch hech qachon kerak emas deb o'ylayman. Sababi boshida o'quvchilar ishonch topshiraverasan vazifani, javobdan ko'chirib keladi. Yo bo'lmasa internetdan hozir rivojlanib ketdi internet, bu unchalik emas edi, lekin kimgadir ishlattirib kelayotgan. O'zimiz ham yosh vaqtimizda jo'ralarimizdan so'rab netayotgandik. 100% o'quvchiga ishongan bilan ham sen o'ylaganingday bo'lmaydi u. Ana shu men yosh vaqtdan boshida ish tajribam boshimdan birinchi katta xatolardan shu. Masalan, bu o'quvchi yaxshi o'qib yuribdi. Yaxshi o'qib yurganda qarab, ha bu zo'r biladi deb o'ylagansan. Lekin ko'chirib yurgan. Olimpiadaga nega aparasan? Ishonching sinib qoladi. Aqlamay qoladi. Lekin balkim boshqa vaziyatlar ham bo'lishi mumkin, lekin menda eng kattasi hozir o'quvchiga umuman Ikkinchi vazifalar o'zim masalan shuni tushuntirib bergan. Ya'ni masalan vazifa berdim. Ya shuni o'zing ishlasanmi? Ya'ni o'zimda o'quvchilarga o'zim ishlayman. O'zlaridan asobini yana qaytadan so'rab chiqaman. Tekshirib chiqaman. Tekshirganda o'zi klishelar bor-ku, o'quvchilar eng ko'p xato etadigan joylar bor. Shu yerni topib olsang, endi bu yerda ochib tashlasak o'quvchilar o'rganib oladi-da. Bu yerdan keyin gizlab keladi, ha. Eng hamma xato etadigan yerni bilaman-da, shu yerni topib olaman. Demak, shu yerda xato etdimi? Bu o'quvchi xato etgan bo'ladi. Tushundim. Shu ishonchni hozir over. Demak, sen xatoing o'quvchilarni o'zlari, ya'ni ichki motivatsiyasi bor, o'zlari o'zini ustida ishlaydi, vazifani vijdon bilan ishlab keladilar. Utopiya bo'lib ketdi-da. Lekin unda emas. Utopiya emas o'quvchilarda. Eng zo'r o'qiydi degan o'quvchi ham qayerindadir sana ko'chishi mumkin. Qayerindadir bir mashinistva qiladi. Tushunarli. Undan keyin hozir hech ishonmayman va o'quvchilarga USV berganda, topshiriq berganda bir topshiriq berilishi kerak joyda 3-4 topshiriq beriladi. Shunda sen 100% kutgan natijang 4'ünden kutmaysan, birsinden kutasan. Ya bo'lmasa 4'ünü qo'shib 400% emas, 100% bo'lib chiqadi 4 ga bo'lsa. Tushundim. Men 3 vazifa berasan, birisini ishlab keladi, chokki. O'zi asli bir vazifa bo'ladi. Arqa ikkovini qo'shib berasan. O'quvchilarning keyingi dars umumiy vazifa tayyorlamay kelsa qiladi. Yo'q, u men o'zi avval aytgan, sen aytganmisan, boshqa bir aytgan bilmayman, bir aytgan edim men misol uchun. Masalan, bir essay vazifa berib bersang, agar yozmay kelsa, yana ikkinchi berib bersang, shu ishni yozib kelishi kerak bo'ladi. Shunga o'xshash filosofiya bo'lib turibdi sanki. Demak, xatoim shu o'quvchilar ishongani. Okay, do'stlar, sendan chiqdi o'g'lim. Meni xatoim menimcha o'quvchilardan autonomiyni kutib berganman, independent bo'lishni. Chunki o'zim ham shundayroq learner edim men. Studentlara ayrim joylarni, misol uchun ayrim kichkina detallarni aytmasang ham o'zi o'rganib oladi, yo o'zi bilib oladi. O'zlari aytib biladi, o'xshaydi degan narsa bo'lgan menda. Lekin keyin tushunib yetdimki, iloji boricha demak shu chaynab berish kerak. Ayrim o'quvchilar uchun, hammasi uchun emas, lekin ayrimlar uchun shunday tirish kerak bo'ladi ekan. Shu menimcha xatoimlardan birisi bo'lgan eng boshda. Tushundim. O'zi menimcha o'qituvchining vazifasi ham shu, kimga chaynab berish kerak, kimga ozgina aytsam tushunadi, shuni farqini bilishi kerak. Qiziq, ya. Endi men misol uchun xususiyni qayta fikrim, kontra argument bo'lmanda, men naborot o'quvchilar ishonmasim keladi. To'g'ri, aytganingdan ishonchni oqlamaydilar, ishonchim qayta break bo'ladi. Hozir ham shunday bo'lib keladi baribir. Lekin shunday ideya bor psixologiyada, Pygmalion effekt degan. Agar odamlarga ishonch bildirsang, ular ich-ichidan shu ishonchni oqlashga harakat etadi degan ideya bor. Endi menimcha men u endi xato emas, shu meni o'zimni filosofiyam o'qituvchilik bo'yicha. Nima uchun shunga ishonasan desang, bu faqat Pygmalion effekt. Uni yakunda o'rganganman, Pygmalion effektni o'qib. Lekin menda hozir gimnaziyada domlon bo'lgan, o'zimni birinchi ustozlarimdan birisi. Men grammatika ustozim, men o'qishga girishdan sababchi bo'lgan ustoz rahmat. Agar ustoz shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, sho'rnacha ko'rsa. Gap qisqasi shu gimnaziya ustoz menga dim ishonmanda. Misol uchun, masalan 15 bor o'tirsak, teoloda hammadan vazifani ishladingmi deb so'rab chiqqan vaqt, ya'ni o'zi so'rashdan oldin boshqa kim ishladi, kim ishlamadi shuni so'raradi-da. Menga deganda mendan so'ramas edi.
Ya'ni sen ishladingmi degan savol bermaganda, ammo shu meni jolli ma'no bosim bergan. Ya'ni ustoz menga ishonib turibdi, ustoz ishonib oshim kerak deb. Endi to'g'ri ham o'quvchilar men deya emas, azina bom aytib o'tdim. Misol uchun men o'zim independent bo'lganim uchun o'quvchilardan ham independent kutganman. Lekin unday bo'lib chiqmaydi. Ayrim o'quvchilarga yaqinlik chenab berish kerak degan. Lekin menda shunday bo'lgan, misol uchun menga ustozim ishonch bildirgani, menga jolli ta'sir etgan va shuni hisobona men ham keyin o'qiganman-da. Domla so'ramay turibdi, agar men o'qimay kelsam, domlalarni ishonch olmagan bo'laman deb. O sening perspektivan. Odam o'zidan qaraydi. Chunki men o'zim bilamdan, misol uchun meni bir podkurschim menga ishonmagan. Yodlaringizda bo'lsa, biz oxirlari podkursni tamom etib ekzamena borjakda patiya olish marosimi bo'lar edi. Meni holatimda shunday bo'lgan, men Giromisan degan. Yo'q, bunday bo'lmagan. Toshkent propiskam bo'lganligi uchun meni hamma nalarim, voyinkomatniy donnilarim Toshkentda edi. Toshkentga borsam, Toshkentda faqat bir kun qabul qiladilar ekan-da. Shu bilan 2-3 hafta qaytib ketdim men onda, dokumentlarimni cho'lashib. Shu bilan iyunda ketdim podkursdan, men o'zini to'xtatdim-da. Keyin iyulning bir o'rtalarinami ishim bitib qaytib keldim men. Iyulning 20-sidan keyin patiya olish marosimi bo'lib turgan vaqtimda domlama berman dedi shu patiyani. 20. Chunki 2 hafta, 2 oy yo'qsa, inson o'sha garantiya yo'q o'qishga kirishga degan narsa bo'lgan. Shu menga qayta naborot dimjolli motivatsiya bergan. Ustozning logikasini tushunmadim lekin, naborot qayta, sen 2 oy o'qimading. Shu vaqt sana patiya kerak emasmi qayta? Patiyaning guchi. Yo'q, ustoz unday masala. Patiya berishdan maqsad misol uchun omad tilash emasmi u? Yo, sen girasan degan ticha qo'yishmi u? Ya, endi misol uchun 2 oy oldi yo'qsan darsda. Tushundim. Geningdan topshirganingdan foydasi yo'q degan ma'noda aytilgan. Men keyin shu vaqtda patiya berganlaringizga ko'rsataman sizni dedimdan. Yo'q chiqdim. Rostdan ham patiya olganlar kirolmadi. Yo, shuni aytaman, misol uchun. Qayta naborot, masalan, tayyorlanmagan vaqting patiya kerak emasmi qayta? Yo'q, sen tayyorlanmay yurgan o'quvching 2 oydan keyin kelsa-dan ustoz men shu imtihonni topshiracakman desa. Omad deyman. Omad degan shu patiya bo'lib turibdi hozir menimcha. Bilinmaydi ko'p. Shaxsiyatga qaytsan. Menda perfeksionizm yag'adi. Uni bilamiz. Ava. Shundan keyin hamma o'quvchidan isvois talab etaman. Patiya bermaysan. Yetib qolsa 2 oy. Patiya o'z yo'lina, patiya beriladi. Siz patiya demaysan, komanda o'xshaydi mana. Ava, o'quvchilar hozir. Damla screenshot tashib bo'ldi. Screenshot bo'ldi. Tushundim. Faylni o'zini so'rasang tashamaydilar olmaydi. Sana o'xshagan shanshta o'quvchilar bor. Masalan, ular birinchi qatorda o'tiradi-da menda. Men o'tirg'izman, o'zlari kelib o'tirib oladi. O'sha o'qiydi. Chunki sen darsga qiziqadi ular, xohlaydilar shu o'tirishni. Ularning daftarini pastini tekshirgan vaqtda 100% bo'ladi. Lekin kerak joyida boshimda shu qiyinchiligim bo'lgan mening, eng boshimda o'qitishni boshlagan vaqtlari ana shulardan qiynalgan. Hozir ham masalan o'qishda o'quvchilar ham 100% ishonasan, lekin ishongan yeringda biriga bellashuvga berib qo'ysang, biroqlari o'xshamay qolish ehtimoli ko'p bo'ladi. Tushundim. Masalan, 8 kutib o'tirgan o'quvchim 7 olib qoladi. 7 kutib o'tirgan o'quvchim 5 olib qoladi. Shunda men dedim ko'p bo'ldi unda. Ana shu o'rinda aytaman. Menimcha men shu tarafdan bitta bir complacent bo'lganman o'zim. Sababi like everything happens for a reason degandan nada operate etaman-da azman filosofiyada. Ya'ni shu hammasi yaxshilikqa degandan. Xo'sh, endi hammangiz yana o'qituvchilar haqida gapirib o'tdingizlar. Men ko'p ko'raman, misol uchun ko'pchilik o'qituvchilarni o'qitish stiliga qarab, so'zlash stiliga qarab turib, bu palankasini shogirdi, bu palankasini shogird deb aytsa bo'ladi. Sizlar ham misol uchun birovlardan kopiyatganmisizlar o'qituvchi boshlagan vaqtlaringizda? Masalan, shu ustoz zo'r, men shu ustozdan ustoz bo'laman deb, balki bir ideyalarni olgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni o'qitish bo'yicha, ya bir misol uchun so'zlash texnikalarini, shunday narsa bo'lganmi sizlarda? Endi xususiydan bilmayman, chunki sen ham yerda boshlagan ekansan. Endi bor, Ruslandan aytib beraman. Aha, okey, Ruslan. Menki bilinman, lekin to'g'risi institutda lekin shu o'zlarimizni Stanislav Yurievich Jafarolani dars o'tish stillariga qaradim. Savol berishlari ko'pincha va o'quvchidan ko'proq fikrini bilishi qiziqish va darsning atmosferasi, daftaringga och, qoidani aytib ber, davom etgani, bundan keyin aynisi kelami, undan keyin u kelami degan narsalar yo'qadi. Ko'proq shu western atmosfera his etardim men ularning darsida, shuning uchun o'zimni darslarimda ham ko'proq shu narsaga harakat etaman iloji boricha. Tushundim. Birinchi Yo'q, menimcha o'zini o'qituvchilar ham o'zini ham qaraydi-da, turini. Misol uchun, hozir Jafaro bilan
Boykan'ı aytding. Yani mega ustazlarını aytding. Ular misol uchun görünüşünü görsen ham ustoz o'xshamaydi ular, chet elning odamlariga o'xshaydi. Tem bor esdan sal bo'lka bir vaqtlari bilsang, sochlari ham boshqacha stil. Shuni rasmlarni qo'yaverasizlar. Voy, shularni rasmdan qo'yib berasan, Jon. Okey. Tashab beraman. Men liseyda birinchi o'qituvchim Said Almazimda bo'lgan. 4 yilda kuchli o'qituvchi. O'ta hozir ham Qoraqalpog'iston bo'yicha vazir ustamasi bormi, tindirmayapti barisi kuchli. Ya 4 yildan vazir ustamasini yilda chiqardi. Yilda oladi. Menimcha oson emas-da o'zini olish. Ha. Maktab faoliyatida buni tushunadi. Shuning puxtaligini o'zlashtirib olganman. Puxtalab qoidalar tushuntiradi. So'ng Xurshid O'raqov bor, Everest founderi. Shuning strict tizimi bor. Qattiq qo'lligi. Ha, strict tizimi. Endi Boykanning darsina ko'p kirmaganman. Internetdan kuzataman. Unga o'xshash o'zimga kerak joyni har bir o'qituvchidan olib, jipslashtirib o'zim yaratganman. O'zim hozir metodikam bor, lekin hozir masalan Saida opaning darsina borib kirib ko'rsang, Saida opaning ham stili menda bor. Nargiz opamiz bor, o'zimizning progress Har kim ozg'in olib progress tashlaydi. Nargiz opaning erkinlik jihati bor. Hammasidan bor menda. Keyin o'quvchilar bilan muloqot qilish. Kerak vaqtida strict bo'lsin kerak, kerak vaqtida friendly bo'lsin kerak. Sababi biz ingliz tili o'qituvchimiz. Ingliz tili o'qituvchilar Amerikada ko'rsang jo'radaygu. Sho'rlar ham bor, o'quvchilar bilan dim friendlyman, lekin kerak joyida hurmatini ham o'zlari joyiga qo'yib qo'yadi. Menimcha hammasidan o'zimni o'zlashtirib, kerak joyini olib, mixed variantda o'zimnikini yaratib qo'yibman deb o'ylayman. O'zingga yoqqan, o'zingga havas etgan taraflarni. O'zim ko'rgan, shu ko'rib havas etgan o'qituvchilarimning kerakli jihatini olib qo'yibman. O'z menimcha shunday, misol uchun bir dona odamga faqatgina havas bo'lmasa kerak. Beksulton akaning ham stilidan bor, shtraf stili. Beksulton akaning shtraf stili bor-da, o'zlarda progress. Nechta bo'ldi shtrafi? Pul berami bir shiradi? Beksulton akada pulli shtraf. Masalan, vazifalarga pul beradi. Menda dars qoldirish shtraf. Ya'ni bir kun darsga kelmasa, o'quvchi bir dona lug'at kitob olib keladi. Kuchaygan gruppalarida 2 kitob olib keladi. Kuchayganda normalda, ya'ni yuqori leveldaymi? Level ko'tarilgan sayin shtraf ko'payadi. Ma'zuriy deb berding lekin sen. Keyin men endi deadline beraman, so'zlarni vocabulary yodlashga 2 hafta beraman. 2 haftadan o'tib ketsa, bir kitob olib keladi. 1 haftaning ichida topshirsa, men unga 1 kitob beraman. Bu degani, yog'i menga tushgan kitoblarni o'quvchiga qaytadan o'qisa qaytib beraman. Bu yerda sistema aylanadi. Markazlashadi. Hozir masalan, qurish tarafda olib qo'yaversam, men to'lib ketadi polkim. O'sha ularni ishtaman men uni. Hammasi bir xil kitob olib qo'yibman. O'sha taraf ham bir xil holatga kelgancha 2-3 yil har turli taraf bo'lib ko'rdi. Oxiri shu lug'at kitobga qaytdik. Ular masalan hozir sen 2 hafta berilgan muddatda 1 haftada definition bilan so'z topshirib tashlading. 1 haftada sen mendan 1 kitob olasan, 1 unit uchun. Sen o kitobni boshqa o'quvchiga shtraf uchun sotsang bo'ladi. Kim uni qaytarib keladi? Masalan, u 20 unit topshirib tashladi. Voy, 20 kitob bor. Darslaringga yillik GDP'si tushadi. Voy. 20 kitob bor, qanday dars qoldiradigan, o'qimaydigan o'quvchilar bo'ladi-ku. Shu o'quvchilar shu qizdan yoshi boladan kitob sotib oladi. Men shu narsani yo'lga qo'yaman, garantiya. O'sha do'kondan ham olmay boshladi bizning o'quvchilar. O'z-o'zlari o'sha sistema aylanmayapti biznes. Kitob bo'yicha. Yo'q, men o'ylab turibman, misol uchun insaniki lug'at ekan, men self-help kitob aytsak, self-help, badiiy kitob. Badiiy kitob aytsang, masalan, bir safar Ruslan qimmat kitob olib keladi. 50 ming so'mlik kitob olib keldi. Ikkinchisida biri 10 minglik kitob olib kelib, sen tarafingga olib ketdi. Bu yerda equality yo'q bo'lib ketadi. Gap yo'q. Har kim kelsa sen gap chiqqan holda keladi. Endi meniki normalni 15 ming so'm kitob. Hammaga to'g'ri keladi. Bir xil lug'at kitob shunda hamma uchun. Masalan, yaxshi o'qigan o'quvchi pul topadi. Men pulni prямо o'zim olmayman, paraxo'rlikqa kirib ketmaslik uchun. Kitobni olib keladi-da, shu yerga qo'yib kiradi. Eshikdan kirganda shkafim bor men. Shu yerga qo'yib kiradi. O'sin birisi topshirib bo'ldim deydi, menga aytadi. Bo'l, kitob olaver. Kitobni olib ketadi. Do'stim, lekin u ishlasa bo'larkan o sistemani qarang, masalan, 2 jo'raba yo'q. Sana qarshi ishlasa bo'ladi, 2 jo'raba masalan. Birisi Ruslan qoladi,
Keyin kitob akashga qilsa, men beraman sana kitob deyman. Keyin kitob beraman. Ruslan olib borib beradi sana. Yeni gapni qisqasi shu bir kitob odam berish mumkin-da, toza kitob olinmaydi. Yo'q, ko'nak kitob ham olaveradi. Effekt berdimi misol uchun shu taktikang masalan davomat Masalan, darsda qolishlar kamaydi misol uchun shundan keyin. Darsda qolishlar kamaydi, to'g'ri kamaydi. Lekin baribir majburan kasal bo'lib qolishi ehtimoli bor. Birovlar rostdan kasal bo'ladi, birovlar yolg'ondan kasal bo'ladi. Yolg'ondan kasal bo'lganlar men kasallardan ham straf olaman. Ya shuni deb bo'lmaydi rostdan ham. Chunki nechun bilasan rostdan. Sen masalan oqshom kasalman deb qoldim darsdan. Men telefon etib aytdim damla kasal bo'lib turibman. Bugun darsga bora olmayman. So'ng shunday to'yda yurdim. Ruslan seni ko'rib qoldi. Davay men ham Og'abekka o'xshab qolaman dedi. Ertaga Ruslan ham qoladi. Endi kasalning vaziyatini qarab, jiddiy vaziyatlar bo'lsa straf yo'q. Jiddiy emas vaziyatlar bo'lsa baribir olinadi. Yaxshi bo'ldingmi deyman? Ha, yaxshi bo'ldim. 1-2 kundan keyin unda kitob olib tashladim. U kitobni qaytib olish o'zini havola. Yaxshi o'qisa, so'zni yodlasa, kitobni qaytib oladi. Pul istayveradi. Bu yerda hech kim minusga tushmaydi. Shtraf ham katta shtraf emas, ramziy shtraf ekan-ku. Misol uchun kitob olib beradi. Birovlar 5 kitob, 10 kitoblab shtrafga tushganlar bo'ladi, o'zi to'la olmay qoladi. Asta-asta bo'lib beradi. Перечисленияda bor bizda. 6 oy bir to'lasha. Haftaga bir. Birinchi 15 kunligimda kap bersa 50% ketgan ham shtraf. Agar ota-onadan jalb kelsa, ota-ona jalb etmadi shu vaqtga deydi xudoga shukr. Tushundim. Sababi men ham tushunadi orqasidan logikasini. Davay deydi, sen o'zing o'qimagasan, nechun shtrafga tushding deydi. Mana telefon etadilar, nechun shtrafga tushdi dedi. Va vaqtida topshirmadi. Buni vaqt berib qo'yibman 2 hafta. 2 hafta ham uzoq muddat-ku. Shuning uchun zo'r ekan, o'la ekan. Ham ota-ona bilan kommunikatsiya ham yaxshi boshlar ekan. Chunki ota telefon turadi sana. Mana bir haftada topshirsam, men kitob beraman deyman. Agar kitobim yo'q bo'lsa, men qarz yozib qo'yaman. Men o'zim shunga beraman deb. Молодец. Kitob tushgandan dori beraman. Qoluvchi o'quvchilar baribir bo'ladi. Menda hozir bank Maydan to'ydi. Men aytaman shu ishni. Xudo xolasa. Okey, endi kimni kopiyatish haqida gap ketib turibadi. Men o'zim ham aytishim kerak, albatta, Reels uchun. Ya, to'xta. Og'abek, sen o'zing aytib bermading. O'zing ham bir aytib bersang, kimdan ilhomlangan? Men o'zimni dimlimi deb o'tiribman. Hozir sana hozir eshitmay qoldi, men so'zlab boshlasam. Xo'sh, o'zimga keladigan bo'lsak, birinchi menimcha meni o'qituvchi bo'lishimga eng yana bir sababchi bo'lganlardan birisi ana Maykdan majbur bo'lganlar. Jafara. Chunki Jafara menga boshdan aytgan, Og'abek, sen boring teachersan. Shunday baradan kelama Jafara shu gapni qo'ydi meni. Ya'ni menimcha shu ham rol o'ynagan, shu boring teachersan deb aytgani. I plus yana Ruslan bilan men o'zi Stanislav Boyko bizlarga dars o'tmasam, shu darsdan kirib o'tirar edik. Eng asosiy menga yaqin tarafi yaqin o'quvchilar bilan ya'ni darsdan netraditsionniy usulda o'taradi. Misol uchun shuning bir kun borganmiz, tumoq bo'lib o'tirib, savol javob etganlar speaking darsida. Ya'ni tipichniy bo'lmagandan dars, savol misol uchun sana bir qiyin savol beraman. Who are you? deb shuncha nelarda o'tilgan. Keyin men o'zim borib turgandim bir o'zim darslara. Ular 4-kurs, men 1-kurs zamon boraman. Ya'ni 4-kurslarda dars o'tadi bo'lka. Keyin Ruslan ham olib bordim bir kuni. Ikkimiz o'tiramiz oxirida, partdan oxirida o'tiramiz. Keyin orada dars bo'ladi. Menimcha men ko'p aytgan narsam metafora ishlatish. Ko'p metafora ishlatar edi Stanislav Yurich. Shuni o'rganganman. Plus oranda keyin boshqa ustoz, masalan, Jafarani o'zini yarasha o'rni bor, hozir aytib o'tdim. Keyin Madabek Sabir Ahmedov bor, misol uchun Gulnoz domla bor. Menimcha shu Gulnoz domladan o'quvchiga ishonishni o'rganganman. Lekin menimcha ko'proq ishonaman o'quvchiga domlaga qaraganda. Sen maktabda o'qitmaysan. Shuning uchun ishonch kuchli bu yoqdanmi o'qishga keladi. O'quv markaziga. Yo'q, baribir lekin bu yerdan misol uchun ko'p o'quvchini masalan yangi aytganim men. Zo'roq futda bo'lasan, keyin imtihon kelib chiqqandan keyin o'sha o'ng'aylab berasan. Xo'sh, endi ingliz tilini o'qitish haqida gaplashdik. Asosiy endi qaranglar. Bir muammo bor, hammada bor bo'lgan muammo. Bu faqat ingliz tilini aloqador muammo emas. Bu o'zi chet tilini aloqador muammo. İngilizce eshitsam tushunaman, lekin so'zlab bilmayman degan o'quvchi bor. Ya'ni eshitib tushunadi, yaxshi tushunadi, lekin so'zlab bilmaydi. Ko'pincha ruschadan bo'lib bilsangizlar, men ham aytaman, eshitib tushunaman, lekin so'zlab bilmayman deb ruscha ishonmaydi, lekin haqiqatda eshitib tushunaman. Nechun shunday bo'ladi? Men o'zimga javobim bor, lekin sizlarning ham fikrlaringizni eshitmayman. Nechun odam eshitib biladi, lekin so'zlab bilmaydi tilda? Ruslanning aytajaq fikrini qo'shilamiz.
Ruslan Bo'lajak PhD. Aha, Ruslan. Nima bo'laysan? Nechun shu eshitib odam tushunadi, lekin so'zlab bilmaydi? Menimcha chunki eshitajak vaqtida grammatikaga urg'u bermaydi uncha o'quvchi. Ya'ni so'zlayajak vaqtida u grammatik qoidalari asoslanib so'zlashi kerak. Shu narsa uni miyasini sal tezroq ishlashdan to'xtatadi menimcha. Eshitajak vaqtida chunki misol uchun birinchi subject qo'ydimi, verb qo'ydimi yoki verbni to'g'ri conjugate etdimi degan proseslar yo'q вообще. Bu narsalar haqida o'ylamaydi. Prosta eshitgan so'zini to'g'ri period atadi, periodini biladi. Shuning uchun unchalik qiyin bo'lmaydi. Ban tarafdan endi o'zi gaplashishi kerak bo'lgan vaqtida u zamonlar haqida o'ylanishi kerak. To'g'ri formula qo'yib bilib turibmanmi, yo'qmi degan fikrlar kallasini keladi va shu narsa o'quvchini menimcha so'zlashdan sekinlashtiradi menimcha. Nima aytayin? O'zim fikrim. Qo'shimcha qo'ydingmi? Ayt. Biz yoqda qilindi ko'pchilik chetda ishlaydi-ku. Chet tilini bilmay ketadi. Ya'ni Rossiyaga borib tursan, ha? Lekin 1 yil 2 yil ishlab kelgandan keyin bu yoqqa kelsang, "Voyda, ruskiyni yarib tashlayman." Ruscha razgovor kuchli bo'ladi. Nima uchun? Sababi u yoqda hech qanday o'zbek yo'q. Ish joyida ishlaydiganlar emas, boshqa do'kon bo'lsin, boshqa yer bo'lsin, ruschani o'rganishga majbur bo'ladi, so'ylashga majbur bo'ladi. Ya'ni majburlik bu yerda. Ya'ni bu yerda majbur emas, shuning uchun so'zlab bilmaydi. Ha, bizlarda hozir o'quv sharoitida o'quvchilar o'zbekcha so'ylashadi. Agar shularning yanına bir chet ellik odam qo'yib qo'ysan, native speaker qo'yib qo'ysan, shunga so'ylash uchun harakat etib, xato aytganda 1 kun, 2 kun, 3 kun etadi. O saniyat ulanib ketadi. Menimcha shu narsaning yetishmasligi speakingning rivojlanmasligini olib boradi. Tushundim. Ya'ni sen o'zbekcha so'zlab biladi, ham boshida ham o'zbekcha so'zlab biladi. Ingliz tili o'rganyaptir bir guruhga 20 o'quvchi, lekin ular o'zbekcha so'ylashadi. Ana shular inglizcha bir-birini so'ylashga harakat etsa, speaking rivojlanadi. Endi o'sha ikkinchi ideya. Masalan, biza Mansur bilan o'qiymiz, taniysan? Litseyda gruppalash bo'lganmiz. Shu vaqtda bizning gruppadaşlarimiz ko'pincha grammatikaga yopishib, bilasanmi? Tipishlik grammatikani o'qiydi, grammatika tarjima. Zo'g'a hamma o'rgangan biroqlari. Shu stilda o'rganamiz hammamiz. Ular speakingi bu yo'q bo'ladi. Lekin biz Mansur bilan bir kolxozdan qatnaydik. 45 minutlik yo'l piyoda. Piyoda kunda qaytamiz. Bugun present simple'da o'tdikmi? Shundan gaplashib ketamiz. Qoidalarni muhokama etamiz. Qoidani muhokama etib bo'lib, shundan gap tuzib, bir-birimizga inglizchalab so'ylab ketadi. Ha, piyoda 45 minut yuring bosasizlar, shu tema bo'yicha. Ertang past simple'da o'tdikmi? Bundan qaytishim past simple haqida so'ylashib, past simple'da gap tuzib, savol-javob etaydik biz. Inglizchalab so'ylashaydik. Potom birinchi kursning oxirida Xivaga boradigan bo'ldik biz. Xivaga bordik. Qolganlar hammasi aylanishmaydi. Bizlarning maqsadimiz o'rga borgandan turist topib, turistlar bilan gaplashib, ingliz tilimiz qanchalik bo'lganini ko'rish uchun biz turistlar bilan gaplashganmiz. Kuni bo'yi turistlar bilan gaplashib, men fotoapparat olib edim. Turistlar bilan rasmga tushganmiz. Biz bildik, ingliz tilimiz yaxshigina rivojlanganini, sababi ular bilan orqadan so'ylashib turibmiz. Bizning gruppadaşlarimiz ko'pchiligi so'lasha olmaydi shu vaqt. Даже bizlarga bergan savollarimiz ustidan kulib, "Nuqa unday savol berasan, jildimisan?" degan savol kulgan vaziyatlar ham bo'lgan. Lekin shu yerda biz bildik, bizlarning ishlagan ishlarimiz xato ketmabdi. Hozir Mansur ham, men ham universitetdan, litseydan yaxshigina so'ylashganmiz. Sababi bo'yicha muammo bo'lmagan. Ingliz tilini biladigan odam grammatika bilan o'lchanmaydi. Inglizcha so'ylab ber deb ko'chaga chiqsang ham, taksiga o'tirsang ham, "Buna narsaning tarjimasimi?" deb so'raydi. Ana shunday vaqtida sen javob bera olsang qana, ingliz tilini biladi deb ishonadi oddiy xalq. Shuning uchun speakingga shunday deb urg'u bersa, menimcha speaking rivojlanadi. Tushundim. Ya'ni iste'mol qilishdan tashqari o'zing ham produce etib turing kerak. Listening iste'mol qilasan sen, reading, speakingda o'zing produce etib so'ylash kerak. Men masalan 15 yil, 1-2 yil tayyorlansa-da grammatika qurib, bu yoqda speaking so'yla olmasa, o'rgangan narsasini bu yoqqa chiqara olmasa, menimcha so'yla olmaydi. Yes, majburlik plus menimcha majburlik. Arianda misol uchun vaqtni bekor kettirmagansiz. Piyoda yuringayotib kelsangiz ham bo'ladi, lekin kecha so'ylashgansizlar. Ajoyib. Endi meni o'zimni tekim bor. Seni gaplarga qo'shila olmayman, ya'ni grammatika haqiqatda slow down aytadi, listeningda asosiy main ideya urg'u beriladi. Bunda majbur emas, shuning uchun ham so'zlamaydilar. Men yana bir qo'shimcha aytaman, ya'ni boshqacha ideya emas, qo'shimcha ideya aytaman. Menimcha so'zni xato o'rganadilar. Misol uchun o'quvchilar aytaman, hech qachon so'z yodlamaslik kerak.
John ishoni ko'p ko'rsan, yani teaser oladi, xo'sh chiqadi. Hech qachon so'z yodlamaslik kerak. Menimcha gap yodlash kerak. Gapni qisqasi, misol uchun so'z yodlaydigan bo'lsa. Definition. Ya'ni masalan prioritize degan so'z. Yo'q, boshqa o'zbekchasi biladigan so'zimni ayting. Understand. Value degan so'z misol uchun, to'g'rimi? Value degan so'z qadrlamoq degani. Shu value degan so'z misol uchun qadrlamoq deb o'rgangandan ko'ra, gap tuzib o'rgangan yaxshi. O'zi o'shida gap ichida keladi u. Misol uchun value somebody's honesty or value somebody's hard work. Misol uchun shuni o'rgansa, keyin ertaga masalan kelasiga vaqt odamni ideya so'zdan so'z gelmaydi axir. O'ylab qarasan, to'g'rimi? Misol uchun birovni mehnatini qadrlamoq degan vaqtda uchisi birov keladi. Shuning uchun mehnatini qadrlamoq kelgan kelsa, keyin birovni qo'shib beraversan. Value others hard work. Hozir men berayotgan topshiriqlar arasida shu borda. Inglizcha, o'zbekcha so'z yodlab keladilar. Eng mashhur kitob bor Essential. Markelatda kursga bizlardan qo'shimcha bunday salatimiz bor deyman. Buni yodlash kerak desam, biz birinchi kitobdamiz desam, muallim men 3ta chiqqanman deydi. 3ta chiqqansan, to'g'ri, lekin inglizcha o'zbekcha yodlab chiqqansan. Men tiyindagi definition bilan example da yodlataman. Yana shuning uchun 2 hafta vaqt beraman men. Tushundim. Ya'ni hozir definitionda aytish orqali qandaydir darajada miyang avtomatlashadi. Чтобы sen so'zlab inglizcha o'ylash yordam beradi, definition yoqlash. Inglizcha gapirishga yordam beradi, u definition baribir tazadan boshlaganda shunday bo'ladi. Undan tashqari menda speaking skillni rivojlantiradigan yog'i ko'rsatgan videom. Shu bilan gaplashish orqali Wag'irda speaking demadingmi, nima deding? Молодец. Bizlar ham aytganmiz uni, lekin ot qo'ymadik. Sen o'sha ot qo'yibsan, demak Wag'irda speaking. Okay, great. Demak shunda agar gunda so'zlashsalar, o'zlarini majbur deyin hisoblab, agar grammatika xatolaridan qo'rqmay so'zlasalar, ya'ni aytsam ham gap yo'q, baribir to'g'lanadi deb va plus so'zni to'g'ri yodlasalar, ya'ni tarjima etib emas, collocation etib, ya gap etib olsalar, speaking'i tez o'sadi. Xo'sh, rahmat. eng qiziqarli o'zi aytib birdan. Mansur ikkalamiz bo'ldi. Uchinchimiz ham bor edi. Bir kun Mansur yoqqa boramiz, ketib boramiz. Tezlash deb aytish kerak. Biza inglizcha so'ylashga majbur etib qo'ydik bir-birimizni. O'zbekcha so'ylab qo'ysam ustundan kularki bo'ldi-da. Ya vala tezlash bo'ldi. Ofenbi deydi-da. Ko'rib qarab qo'ydik shu vaqt. Ofenbi emas, do'stim, quick bo'ladi deb bir-birimizga turlab, ofenbi. Ustimizdan bir-birimizni turli to'ydik. Zo'r bola edi, atini aytish shart emas u. Yomib ketadi. Hozir ham zo'r bolamdi yo shu vaqtda zo'r bolamdi? Ofenbidan keyin o'zgardi. Ofenbi motivatsiya bo'ldi. Hozir neda Shvetsariyada yuribdi. Ofenbi bo'ldi. Okay. O'zi men aytib ketsak edim, men o'ylayman, misol uchun har xil narsalarni o'ylab ko'rganimiz bilan ham men o'ylayman hamma baribir so'zlab bilmaydi. Hamma studentlar so'zlab bilamiz. So'zlab biladigan student. So'zlab biladigan student bo'ladi. Endi u bilinman, endi neurologiya degan bir science bor. Temperamentga qaraydi. Shunga qarasa kerak, ya endi miyasini nechalik ishlashini qaraydi menimcha. Hamma ham misol uchun bir vajlarni aytib biladi, bir vajlarni aytib bilmaydi. So'zlab bilmaydigan odam menimcha u shuni aytib bilmaydi prosta. Utopiya hech qachon yo'q. Ming harakat etsam aytib bilmaydi. Hech qachon yo'q. Aytsakim misol uchun men Rossiya borib yurtdi, 10 yildan beri ruscha so'zlab bilmaydi odamlarni taniyman. Majbur ruscha so'zlasha, lekin baribir so'zlab bilmaydi. Chunki uning sharoiti taqozo etmaydi u narsani. Aytib bilmaydi chunki. Sharoit taqozo etmaydigan joyga ketadi. To'g'rimi? Yo'q, baribir kundalik hayotda o'rganishi kerak-ku misol uchun. Lekin o'rganolmaydi baribir. Yanimda jorasi bor, shuni beradi do'konga. Balkim. Okay. Ya, lekin bunday misol uchun bizlar masalan so'zlash degan vaqtda hozir menimcha sen hozir hammam so'zlab bilmaydi deb tursan-ku, menimcha hammam zo'r so'zlab bilmaydi deganing. Chunki hamma so'zlab biladi, lekin level boshqacha. Different levels. Ya хочу воду bir narsa deb gapiradi. Lekin so'zlash farqi bor. Yes. Okay. Endi bu yerda hozir Короче, reklama hakkında gaplashamiz. Aslında o'zi reklama emas, bu yerda boshqa tema olib turibdi. Zo'r TV'dagidek. Reklama deganim, misol uchun odamlarni oldidan reklamalar. Misol uchun hammangiz, ya'ni uchimiz ham sentral aloqadormiz. Sentrallar bilsangiz reklama etadi. Misol uchun 1 oyda 7 olib beramiz, 3 oyda 7 olib beramiz, yo 3 oyda sibir olasiz, bu ikkalasi degan gaplar bor. Plus birinchi shular, masalan, nechta shunday deydilar, haqiqatda iloji bormi shu narsani? Men iloji yo'q deb o'ylayman, oldin ayting. Ikkinchi odamlar shu darajaga misol uchun masalan borib turib 1 oyda 7 ololmasam
shu daraja ilm odamlar ongsizmi, yana borish davom etaveradilar ideyasi. Ana shunday, like odamlar ustidan gulishdan tuyuladi-da menga. Masalan, Birinchi şey shu. 3 oyda noldan sertifikat olib bo'lam bo'lmaymi? B2 olib bo'lam bo'lmaymi? milliy sertifikat bo'lsa, tavakkal o'sab ketsa bo'ladi. B2 olib bo'ladi 3 oyda. Ha. Interesting. Aha. Men bir oyda B2 olgan o'qituvchim bo'lgan. Noldan kelibmi? Sho'ra bor. Noldan kelib emas lekin. Grammatikadan chiqqandan keyin. Bular ishladi, marketingning xillasi ham. Everestning cho'qqisini ko'rsatadi. Lekin bu yoqda pre-IELTS bor, grammar bor, beginner bor, elementary bor. Ana shu narsalarda chiqib bo'lgandan keyingi Everestning cho'qqisini 3 oy deb ko'rsatadi. Demak, o'quvchini odam kelib olish uchun bu narsa. Ha, lekin endi sen o'zing ham bilasan, 3 oyda 7 ga chiqish qiyin masala-da. Yo'q, men impossible deb o'ylayman. Masalan, beginnerga keldi, 3 oydan keyin 7 olib turibdi. U qani minat qayoqqa ketadi u yerda? Hard work qayoqqa ketadi? U qiyin masala. Jon misol uchun 5 yil o'qigan. 7 olincha. Everestning cho'qqisini ko'rsatadi bo'lgani. Masalan, 3 oyda oldi dedi, 7 ni dedi. Ha, lekin 7 olmasdan burungi ballincha edi. 6,5 miydi? 6,5 dan 7 ga ko'tardi 3 oyda. Shu yerni ham qarash kerak. Marketing hammamiz ham aldab, marketingda hammamiz ishlатamiz. Iloji yo'q marketingsiz. Sababi seni tanlash uchun eng zo'r jihatini ko'rsatib berishim kerak odamlar. Shuning uchun davay bunday bizlarda insof bilan ishlatish kerak. Ha, insof misleading bo'lmasligi kerak-da. Menda unday dim qattiq aldash yo'q. Bitta aldiysan, aldamaysan. Bitta emas, umuman aldamayman. Grammatikaga keladi. Ko'pchilik o'qituvchilar beginnerni 1 oyda chiqib tashlaydi. Bundan keyingisini 1 oyda chiqadi. 3 oyda уже IELTS'ga tayyor bo'ladi o'quvchisi. IELTS'ga tayyorlaymiz, davay sifir topshirtiradi. 1 oyda sifir olib beradi, 4 oyda уже balahal tavakkal bilan olib ketgan bolalar ham bo'ladi. Menda unday emas. Beginner darajasi 3 oy, 4 oy o'qiladi. Bizlarda roundup bilan o'lchaymiz, lekin qo'shimcha narsalar bor. Roundup 1da masalan men 3 oyda chiqaman. Roundup bir kuni menga telefon bo'ldi. Men singlim sizga o'qitishga berajak edim. Qanday gruppalaringiz bor dedi. Men aytdim, roundup 3 gruppam bor, roundup 4 gruppam bor, IELTS gruppam bor deb tushuntirdim. Roundup 3ingiz qachon boshlagan dedi. Shu vaqtda noyabrda taklif etdi. Men buni iyunda boshlaganman. 5 oy bo'ldimi? 5 oydan ham ziyodroq edi bu vaqtda. Shu vaqtda kuldi, vaha deb kulardi. Qiz bolaga yarashmaydi narsa. Shunda, "Ha, nega kulasiz? Ha, odamlar dedi, roundup 1da 1 oyda, 1 haftada chiqib turibdi. Uning uchun sizda o'quvchi ko'p ish olib qoladi" dedi. Aslan telefonni qo'yardim, men tushuntirishga majbur emasman dedi. Demak, sen speeddan ko'ra sifatga urg'u berasan. Menda shunday grammatika period uzoqqa cho'ziladi. 1 yildan 1,5 yilgacha grammatika chiqish kerak. Va grammatikasiz iloji yo'q desak ham bo'ladi. Baribir 1,5 yil endi ko'p muddat, 6 oydan 1 yilga teyin grammatika o'zining yo'nalishine qarab chiqilishi kerak. Tushundim. Endi men bu fikrga qo'shilaman. Roundupni chiqish fikrini. To'g'ri. Sening endi yo'nalishing boshqa. Ana 40 minutda polni grammatika o'rataman deganlar ham chiqdi video. Yo'q, endi emas bizanki, boshqachalar. Men aytchakim, gap grammatikani o'qitish, o'qitmaslik haqida emas, grammatika albatta muhim. Misol uchun, почти emas turunda muhim bu. Lekin gap eda grammatikani shab o'qitish haqida ketib turibdi. Misol uchun, quri qoidaga asoslangan grammatika bo'lmasa. Menda bunday yeri bor-da. Roundup 1 kelgandan grammatika beginner darajadan boshlab menda speaking bor. Shuni aytaman, ya'ni listening ham bor. Boshqa skill bilan qo'shish kerak. Sababi men IELTSda o'zim tayyorlayman o'quvchilarni. IELTSga boraman degancha nima kamchiliklari bor, shu narsalarni nishatib yo'qotish kerakdi. Boshimdan boshlab o'ylanamanda, men speaking va speakingni bo'lib qo'yaman. Bir beginner daraja bo'lgan bilan men o'rda speakingim ham bor, readingim ham bor, listeningim ham bor, writingim ham bor. Demak, roundup shu darsing roundup prosta gruppaning ati. Ha. Ya'ni 100% darsing bo'lsa, grammatikaning darajasi u roundup. Roundupda o'zi где-то 10 dan ziyod tema bo'ladigan bo'lsa, 10 darsda ya'ni 1 oyda chiqsa bo'ladigan narsa bu. To'g'rimi? Lekin sen shu yerda bugun present simple o'tildimi? Shunga doir menda speaking activity'lar bo'ladi. Shunga doir reading passage'lar bo'ladi, shunga doir listeninglar ham bo'ladi. Shuning uchun menda uzoqqa cho'ziladi. Men 1 oy roundupni qaytadan o'tib yurmayman. 3 oy. Maydalab, ya'ni qayta takror. Ya'ni roundup prosta uchun temalar ro'yxati u. Beginner darajada ko'pchilik ham
beginner, intermediate, upper intermediate deb bo'laman. 3 oy, 4 oy, 6 oy. Men endi deb bo'lmay qo'yibman. Atı shunday gruppan, lekin o'rda roundupdan tashqari har turli kitoblar o'tiladi. Bo'lg'ani grammatikaga asoslangan emas. Qadimgidek grammar translation metodi emas, lekin u bor. 4 skillga da rivojlantirish baribir qaraladi. Lekin qara, menda roundup 3 ta chiqdim, roundup 4 ta chiqdim deb keladi o'quvchilar. Bizning roundup bir guruhga kiradi. Roundup bir guruhlar qanday söylese, yo bo'lmasa listeningni qanday tushunsa, ular shu darajaga bora olmaydi. O'zi buning kitob darajasi bizning roundup 1 dan kuchli. Roundup 3 ta chiqqan, lekin roundup 1 bilgan narsani bilmaydi. Ularda men har turli komponentni qo'shib birgalikda olib boraman-da. Tushundim. Sen aytacak gaping grammatika kerak emas deganday narsa aytacak. Yo'q, men prosta aytacağım. Misol uchun bizda ham grammatika bor. Biz ham boshqacha materialdan foydalanamiz. Bizning materialda shu sen qanday ishing kimashda qo'ygan ekansan. Bizga foydalanadigan kitoblar misol uchun grammatikasi ham bor. plus listening bor ishladim. Sen shuni o'zing topib qo'yasan. Endi balki bir marta taxlab chiqqan bo'lsang, qayta taxlash shart emas, o'sha sistema bor senda. Lekin biz ham shunday kitoblardan foydalanamiz. Bu kitoblarning ichida misol uchun yangi aytganimdek present simple tildan bo'lsa, present simple u yangi gündalik odatlar bilan qo'shib o'tiladi. Rasmlari bor, gaplari bor, readingi bor, listeningi bor, speaking bor, writing bor, mana narsasi bor ichida. Bizda shu tayyordan o'sha. Sen qo'shib turibmiz biz ham. Ha, tushundim. Gap kitobda o'tishingda emas. Gap qanday yetkazib berishda. Har kim o'zini mos yo'nalish tanlab oladi, kitob tanlab oladi. Masalan, sen kitob tanlab qo'ysan, shu kitobda o'tasan. Bizning osonroq versiyasi. Ha, qanday yetkazib berishingda-da u. Qanday foydalanishingda. Sen shu o'tgan narsaning foydalanmasa, u foydasi yo'q-da. Ikkinchi bir gapni aytib o'tirsa, sen shu stil ansat, bunga bu stil ansat. Kimning o'zining stili bor. Ko'pdi lekin. Guardiola olsang, topni paslashib o'ynash ansatsan, Mourinho olsang, zashtada turish ansat bo'ldi. Men perfeksionist. Kontratak atasan bo'ldi. Ikkisidan ham gol urasan ish qilib. Ikki stayldan bir xil. Sen hozir ishmaga keldingmi yo? Sen ishmaga. Bilimma 2 soatdan beri bir xil gapni sen savol ber. Gaplashib talashib yo'q. Okay. Reklama bilan boshladik. Reklama misol uchun. Reklamaga ketib teaching style o'tib ketildi. Endi birinchi menimcha ikkimiz ham shu bir yilni olg'a surdik, ya'ni 0 dan 3 oyda B2 olib bo'lmaydi. Bo'lmaydi, конечно. 0 dan 3 oyda B2 olib bo'lmaydi. Bo'lmaydi, Prosta men o'ylayman, misol uchun bu reklamani aytib turgan sentrlar ham biladi bo'lmayacakligini, lekin misol uchun dars o'tib turibdi, dars o'tib turgan vaqt auditoriyani koridon bo'lsa, oxirida bir 5-6 kursi bo'sh turibdi. O'rni bo'shdan shuni. Dur shu joydan doldurib bering deydidan shunday reklama chiqarib beradi. Bunday reklamadan men o'ylayman o'zi bu bir olib biladigan o'quvchi ham kelmaydi. Bo'lajak bola kelmaydi undan. Prosta odam soni bo'lib bola birinchi partada o'tiribdi. Odam soni bo'lib qatnashadigan o'quvchilar bo'ladi, misol uchun shunday o'quvchilar keladi. U hamma sohada bor bo'lgan, misol uchun yo'l. Misol uchun banklarning ham reklamalarni ko'rsak, kartadan karta deydi, 0% da pulni o'tirishingiz mumkin deb balodini aytib chiqarib beradi. Keyin pasanda bir shriftlarda bir gaplayman. Agar seniki asosiy gap o'zi shu eng kichik shriftlarida. Lekin odamlara misol uchun shunday turib o'tistiradi. Odam ishonadidan misol uchun shuni programmasini ustanovka etadi, plastikini ulaydi, keyin ko'radi 0.5% ekan. O'sha shunchalik vajnatni qo'ydim, bankka uladim, programmasini ustanovka etdim. 0.5% yechna emas-ku dedidan shu girizib olish maqsad girizib olish ava. Keyin amallab misol uchun 3 oyda seni o'zing ololmaganligingga ishontiradi ular seni. O'zi 3 oyda olish mumkin edi, lekin sen ololmaganliging uchun ishini yottirdi dedi. Eng kamida o'quvchi 3 oy o'qigan bo'ladi u yerda. Bo'ldi. Alg'anlari bilan reklama ishlab qo'yaverasiz. Ag'anlarni misol uchun hech kim qiziqmaydi edi istoriyasini. Rostdan 3 oy uka sen 0 dan kelmadingmi, 5 dan kelmadingmi degan savol berilmaydi. Yana o'quvchimiz 3 oylik kursni tugatdi, 7 dan oldi, ishlarni omad dedilar. Okay. Ishlar omad. Okay. Bank aytgan misol uchun 0% dedi, lekin girsang 1 milliongacha. Shunday shartlari bor. Shartni misol uchun ustanovka etgandan keyin bilamiz. Ustanovka etgandan keyin esa uje boshqa programmani ustanovka etib, ulash, uje dim xaritadon prosesku. Tushundim. Nima aytgan men sen bilan shunday biza reklamani victim bo'ldik. Victim emas, qo'shmalar ichida victim. Kia degan nima bor?
yine Kia deyirlər ham görsün şunu. Короче, yazıb Aloqa açıqınlamız. Kia degan kompaniya bor. Xorazm Kia degan, avtosavdo degan. Şurada keyin bir mashinani ko'rsatdi, Kia Sonet degan mashin. Dumzo'rdan Black Edition ekan, Amerika qora xo'shro'y lyuklari bor, hamma narsa zo'r. 199 million deb qo'ydidan, keyin Ruslan shu vaqt как раз ikkita mashina qanadi. Keyin Ruslan'a ko'rsatdim, keyin biz o'ylanib oldik. Sanab olibmizmi, bu yerda yana arzonroqi bor ekan, lekin funksiyalari ko'p deb o'yladik, lekin qarasak, bizlar ko'rsatgan modellari 270 million. Lekin baho 199 million eng arzon modeli. Ya'ni bizlar 17 Pro Max ko'rsatib turibdidan, banda 17 ni o'zini narxini aytib turibdi. Yine 1099 dollardan iPhone'lar alışım mümkün. Rasmda 17 Pro Max, which is way more expensive. Lekin banda price başkaniki. Maksad dükkana çakırıb aladı. 10 adamdan ikisini işlantırsan pul var. Yeah, plus. Bu narsalarda ko'p aytib tashlanish shart emas. O'quvchini o'zi anglab olishi kerak bo'ldi. И ota-ona, как раз shu yerda ota-onalar aytib ekanım, вообще-то o'zim men ko'p o'ylayman shuni. Bizani klientlarimiz o'ylab qarasanizlar, o'quvchi emas, ota-ona. Ya'ni ota-ona bizlarga ishonch bildiradi, keyin bolalarni keladi. Nima bo'lsa, shu ota-onalar ham bolalarni o'rganishida rol o'ynab biladi, misol uchun ota-onaning bolaga bo'lgan munosabatimi yo uyda qattiq qo'llashimi misol uchun. Nechik rol o'ynashi mumkin ota-ona, чтобы bolasi yaxshi rezultatlarga erishish uchun. Katta rol o'ynaydi albatta, chunki to'g'ri fanlarni tanlab bilishi, to'g'ri markazlarni tanlab. Ya misol uchun ingliz tilini o'zini olamiz. Ya'ni ingliz tilini o'rganib yuribdi bola, ota-ona nishatib ota-ona shunday aytishi kerakki, что bola ingliz tilini zo'r o'rgansin. Ota-ona qiziqish bildirishi kerak birinchi navbatda bolani o'qishini. Ko'pchilik ota-onalar munosabatini ko'radigan bo'lsak, misol uchun podkurs olib bersa, bolasini bog'chaga bergandan tashlab ketadi. Panyatkasida azonda tashiyman, ishdan chiqishini olib ketaman. Bo'ldi, bu yerda ne ishatdi u, boshqa ishatdimi degan qiziqishni bildirmaydi. Ota-ona misol uchun bolani o'qituvchisini topshirgan vaqtida o'zida hamma mas'uliyatni oladidan hamma mas'uliyatni o'qituvchini o'zine yuklab qo'yadi. Misol uchun buni ham kontrol eting, buni ham kontrol eting. Misol uchun sen o'zing bir dars berganingda 30 o'quvchiga dars berding, to'g'rimi? Darsingni misol uchun raspисаниyasan, bir darsingdan keyin ikkinchi darsing boshlanadi. Уже 60 o'quvching bo'ladigan bo'lsa, darsdan keyin u chiqib bash topshirami, mavzularni o'qiymi, ularni sen kontrol etishingga iloji yo'q. Sen aytib biladigan ishing shu Deadline. Misol uchun 2 soatlik darsingning ichida qo'yilgan o'zing oldiga qo'ygan o'quvchilar uchun foydali bo'lgan narsani yetirib bersang bo'ldi. Aranini misol uchun vazifani bajarib yuribmi, vazifani qilib yuribmi, so'zlarni yodlaymi, temalarni topshirami, bu o'zi demak ota-onani zimmasida bo'lishi kerak. Tekshirish misol uchun. Ya'ni uyda ota-ona qarashi kerak. Markazda biz javobgarmiz. Misol uchun yana hozir aytishlari mumkin, ota-ona nedan biladi, tushunmaydi-ku o'zim ingliz tilida deb. Unday emas. Misol uchun o'zgartirilgan-ku hozirgi narsalar. Aynan men ishlaydigan yerda misol uchun uyga sifat tekshirilgan yoki bajarilganligini ota-ona ham o'zini kitobi va o'quvchilarni shundan bilib olishi mumkin. Agar so'zlarni topshirgan, mavzularni topshirgan bo'lsa, markazdagi support o'qituvchilari misol uchun pechat bosib beradi. Shu pechatdan o'quvchi bolasi bir ish aytibmi yo prosta kelib ketibmi biladi. Ota-onalarning ko'psi keladi, misol uchun, "Qan bolam nechik oldi, bolam tayyormi?" Sho'rning o'zida demak, yani narsani ochamiz kitobini, pechat bilan to'lgan bo'lsa, demak bola tayyor. Pechat yo'qmi? Ko'rsatib qo'yarsiz. Bola tayyor emas. Lekin qiziqish bildirish kerak. Lekin qiziqish, misol uchun balam podkursa berib ko'pman bo'ldi, xudo xolasa ish yilining oxirida sifir topshiradidan o'qishga kiradi degan tushuncha bilan yursa, balam demak yuraveradi, prosta borib kelib. Ota-onam banda yuraveradidan keyin oxirida kelib urush topadi. Tushundim. Nazorat, qiziqish. Shunda, ya'ni banda sen chekish tursan, u ustoz lekin uyda ota-onam bitta so'zlashmasa, iloji yo'q diyeceksan. Okay, Husniddin. Shu fikr. Nazorat qilmasa ota-ona o'quvchi bolani sen bu yoqda kutgan natijangni bera olmaydi. Bola kuni bilan darsdan keldim deydi, xonasiga kirib dars tayyorlayman deydi. Telefon o'ynab yotadi u. Instagram, TikTok. Aniq. Tushundim. U shuni nazorat etmasa, doy telefonni olib qo'yadi. Darsni tayyorlab qo'y, menga ko'rsatasan, shundan keyin telefonni beraman. Tushundim. Baribir O'quvchini o'zi ham vijdonli bo'lishi kerak meni nazarimda. Faqat misol uchun bera tayyorlanib yuribdi. Oddiy kurs misol uchun 400 ming so'm bo'lishi mumkin. Demak, shuni ota-onasi
oylik daromadidan 400 ming so'm ajratib bolaga berib turganligini bola qadrini yetishi kerak. Yo'l pulisi bormi, ketisi bormi? Chunki shu bilan yana bir bola 400 ming so'm pul ishlashga majbur o'zi chiqib misol uchun. Bunda esa pul ishlash oraqda tursin, shu berilgan 400 ming so'mni qadrini yetib yaxshi o'qisa bo'ldi va shuni tushunib misol uchun vijdonan yondashadigan bo'lsa, natija bo'ladi. Agar ibon tarafda yuradigan bo'lsa, natija nera borsa ham chiqmaydi baribir. Okay. Yes, men ham qo'shilsaman shu fikrlari ota Qaytdan so'raveringmi? Sen o'zingga fikringiz chiqdi. Sen so'ra. Endi meni qarashim, misol uchun, men xursand bo'laman agar ota-ona mendan farzand haqida so'rasa. Ko'pincha bizlardan tushib oladi, misol uchun ota-ona yangi haqqanining boshida beradi, imtihon oxirida 3 kun qolgan vaqtda ota-ona qiziqadi. Orada 6 oy, ya misol uchun agar boshlang'ich gruppadan keltirgan bo'lsa, eng boshidan keyin eng oxirida qiziqishlari mumkin. Shunday bo'lsa bo'lmaydi. Ayolsa registratsiya etishdi. O'zi o'qiymi bo'ladimi? Shunday bo'lsa bo'lmaydi. Menimcha shu qiziqish bildirish kerak. Qiziqish bildirish muhim ota-ona tarafdan. Yangi haqqaningda biz o'yinni boshqaramiz. Vazifani tekshirganda lekin misol uchun support teacherlar tekshiradi masalan. Yangi haqqanim menimcha shu qiziqish bildirish kerak. Prosta bola o'zini motivatsiya beradi, akam qiziqib turibdi. Bosim bo'ladi. Bitta bosim bo'ladi, ya, pozitiv ma'noda. Okay. Xo'sh, endi hozir men qiziq savol so'rayapman sizlarga. Kelajakda misol hozir masalan IELTSdagi bo'lgan kengayish, ya'ni boom hisobini ko'pchilik odamlar ingliz tili o'qituvchi bo'laman, IELTS o'qituvchisi bo'laman degan qiziqish bilan yuribdi, ya'ni hozirgi o'quvchilar, ya'ni kelajakda shu sohani tanlayacaklar. Birinchi baradan savolim, shu sohani tanlash kerakmi? Agar tanlaydigan bo'lsalar, bu soha foyda beradigan sohami? Ya'ni oila boqib bo'ladimi ingliz tilidan o'qituvchi bo'lib? Uncha so'm ishlashingizni ham aytasizlar, okay? O kelishilmagan lekin masala. Podkastlarning qo'l-qo'l so'm ishlashingizni bilib olamiz. Xo'sh, bu sohani tanlash kerakmi? Birinchisi, ikkinchi o'chir, bu sohani tanlab oila boqib bo'ladimi? Qarang, faqat hozir emas, kelajakdan hisob olib aytasizlar. Kelajakda hozir ko'pchilik o'qiyotganini hisobga olsak, qiyin bo'lishi mumkin. O'zi katta shaharlarda qiyinchilik boshlandi. Nuda o'quv markazi soni ko'p, maktabda soatlar soni kam. Bu sababi katta shaharlarda odam ko'pligini qarab soat kam bo'lib ketadi. Masalan, bizlar Nukusda kam soat bilan ishlaydigan o'qituvchilar bor-da maktabda. Maksimal 30 soat olib biladi, lekin 10 soat, 5 soat bilan ham yurgan o'qituvchilar bor. Bir ingliz tilining o'zida, boshqa fanlarda ham ko'p bunday. Endi bizlarda ingliz tili bo'lib o'qitilganligi sababli bu yerning o'zida ko'pchilik maktablarda o'qituvchilar yetarlicha bo'lib turibdi. Qo'shimcha soat ham olib biladi. Shuning uchun hozircha bo'lib turibdi, lekin kelajakda hozirgi sharoitda ko'pchilik odam ingliz tiliga qiziqib turganligi sababli kelajakda unday bo'lmasligi mumkin. O'quv markazlari ham ko'payib boradir. O'quv markazlari ko'payishi ham o'quv markazi ko'paydi degan naborot o'qituvchilar shans ham yaratmaymi u? Yaratadi. Lekin kuchlilar yengadi. Sen kuchli bo'lmasang, shuni aytacaqman-da. Agar sen oddiy bo'lsang, yuraverasan oddiy holatda. Kuchli bo'lsang, qancha kuchaysang, shunchalik sening karyerang ham oshib boraveradi. Shunchalik kerakli bo'lasan. Ha. Masalan, hozir Bo'yka misolini olsak, Urganchda o'quv markazi ko'p. Lekin Bo'ykaning ham o'zining yarasha o'quvchilari bor. O'quv markazini ham ochdi. O'zi egalladi. Undan keyin chiqib ko'pchiligi chiqayotir. Ko'rib Instagramda. Bular ham Garvard ham kuchli. Asta-asta ular ham kuchayaveradi. Chunki karvon bir rizq bo'lak degan narsa bor. O'quvchilar yetarli. Shunda ikkita deb tursan, tushunding, qarang. Ingliz tilini sohani tanlash kerak, tanlamas kerak. Bir tarafdan tanlash karvon bir rizq bo'lak degan idea tanlash kerak degani. Tanlash kerak. Agar sen kuchli bo'la olaman desang. Tushundim. Oddiy holatda qolsang tanlay olmaysan. Ya'ni maktabga qaram bo'lib, bu sohani tanlamas kerak. Maktabda zo'r bo'lib ko'p oylik olsa bo'ladi. 17 millionga deyim oylik oladiganlar bor. Bir maktabning o'zida. Shunda bo'lsinlarmi ingliz tili? Bo'laversin. Bo'lsin. Masalan, xalqadagi o'quvchilar IELTS beravering dedi-ku. Angliska muallim bo'laman desa, Ag'abekdan o'tish kerak bo'lgan. Ag'abekdan o'ta olsang bo'l. Bo'lmasa, nan tovush qiyin. Shunda hozir Urganchda hech kim Stanislav Boykadan o'tvermadimi? Yo'q, o'tdi. Endi o'tgan qaysidir darajada o'tishina bog'liqda. Boyka ko'p yillardan beri kelayotgan odam. Staj kuchli, bilim ham kuchli. Izidan yetishi bo'lganlar ham bor.
Negativ komediya yozib tashlaydilar falan tena. Sana da yazarlar. O'tdi. Ota-onalar hakkında mas'ullar. O'tdi deb Birini necha so'zlarni yetmaganini yomon fikrim bildirdi. o'tdi deganda qanday? Yetib oldi degan ma'noda bo'ladi. Lekin Tushundim. hali o'tgan odamni biz agar yani birinchi olish ma'nosida aytsak, birinchi olib qo'ydi. Doğru. Ikkinchi oldi. Lekin ikki dona bor. Ana shu jihatdan qarasang, 9 köp hozir, Urganchda 9 köp. Endi 9 ga qarab o'lchamiz. Chunki bizda 9 yo'q hozircha. Xudo xolsa yana 3-4 dan keyin 9 ga qarab o'lchaymiz. Ruslan, sen fikrincha nima? Ingliz tili sohasini tanlash kerakmi? Bu soha bilan oila vaqt bo'ladimi, yo'qmi? Tanlash kerak. Men o'zim teaching akademi misol uchun odamlar bilan ishlaymiz. Teaching emas. Ingliz tili. Teaching English. Ingliz tili zo'r. Men o'ylayman ingliz tili ham talab oshishda davom etadi. Chunki aholi soni ham o'sib borayotir. Aholi soni o'sgani sayin talab ham oshadi. Talab oshgandan keyin уже yaxshi o'qituvchilar ham demand oshgandan keyin уже talabni ham qondirib borish kerak bo'ladi. Va o'ylayman xususida aytdim, misol uchun eng yaxshi o'qituvchi bo'lish kerak. Agar bu fikr bilan o'ylaydigan bo'lsak, kuri bizani sohada emas bu. Любой sohada shunday. Любой sohani tanlayjakmisiz, yaxshi bo'lishga majbursiz. Bo'lmasa уже ayrim joylarida o'tizasiz. Faqat o'qituvchilikda emas, doktorimiz misol uchun jalla doktor bo'ling, shunda bon tarafda misol uchun частный klinikalarda ishlab bilasiz. Bo'lmasa bon tarafda yomon bo'lgan sharoitlarda ishlashga majbur bo'lasiz. Ingliz tili sohasida ham shunday. Va kelajakda misol uchun men o'ylayman ingliz tili yapon talab pasaymaydi, o'saveradi. Va undan tashqari hozir misol uchun ko'pchilik o'ylashi mumkin artificial intelligence ya robotlar bir kun kelib teacherlar o'rnini bosishi mumkin degan. Men undan deb o'ylayman, bosib o'lmaydilar baribir. Bizani ko'radigan odamlar, misol uchun bizani ko'radigan yoshlar vaqtinacha bosmaydi. Ular ham retirement aytganlaridan keyin yo ularning aqtiqlari bo'lgandan keyin bo'lar balkim. Lekin polностью agar shu korni yaxshi ko'rib o'rgansalar, polностью boqishlari mumkin oilasini. Как boshqa sohalar singari. Hamma sohada ham shunday. Bunday ham bor, hech kim boshidan ingliz tili muallimi bo'laman deb boshlamaydi. Hozir o'qituvchi bo'lgan xohish kamayib ketganda. O'qituvchi bo'lasan emas, yo'q, bloger bo'laman, yo logist bo'laman deganlar ko'p o'quvchilar orasida. Ansat kerak sohaga. Aniq. Okay, yaxshi. Men ham o'zim fikrimni aytaman. Hamma to'xta. Ag'abek, sen o'zi qanday fikrdasan shu masala bo'yicha? Menimcha endi to'g'ri. Misol uchun ingliz tilini o'rganish uchun yana bir sabab, endi o'qituvchilikni bilmayman, lekin nechakdan to'g'ri ingliz tili o'qituvchisi bo'laverish kerak. Lekin menimcha lokatsiya rol o'ynaydi. Nechakdan menimcha shu shahardan, sivilizatsiyadan uzoqda bo'lsang, shunchakdan menimcha, ya'ni agar shuda qolib o'zing yashaydigan joyingda yashayacak bo'lsang, for the rest of your life, bo'lmagan yaxshi. Chunki ingliz tili ko'pincha sivilizatsiya boy yerda bo'ladi. Ya'ni markazga yaqinroq yerlarda. Ya'ni shuda ko'proq foyda etsa bo'ladi. Lekin kelajakda misol uchun ingliz tilini o'rganish kerak desa, AI bo'lsa, AI ni tili ingliz tili baribir ham. Misol uchun to'g'ri boshqa tillar ham bor, lekin ingliz tilida misol uchun prompt yozamu, masalan, buyruq berilami, ingliz tili hayotimizga menimcha har nima jabhada kirib bo'lgan, AI da endi dim kiradi. Halimizmi yo'qmi o'rganishimiz kerak bo'ladi. Yes. Yana halimizmi yo'qmi o'rganishimiz kerak bo'ladi degani, demak, o'rganuvchilar soni oshadi, chunki majbur o'rganishi. Shuning uchun ham bunda ingliz tili o'qituvchilarning talab kuchayadi. Hozir masalan AI'da отказ etadigan sistemalar ham ko'pgina. Aha. Endi qaranglar guys, men sizlarga endi by the way, pulni aytmadik-ku. İngilizce bo'lib turib, yaxshi o'zingiz shaxsiy ishlashlaringizni aytmayman. Minimum bilan maksimum aytsangiz, inglizcha o'qituvchi bo'lsa odam minimum ishlashi mumkin, maksimum, ya'ni paloncha ishlasa bo'ladi degan. Maktabda ishlasa, men maktab tarafidan ko'proq aytaman. Boshlang'ich boshida o'rta to'liq stavka bilan 3 milliondan boshlab 10 milliongacha yoki undan ziyod qadar ishlasa bo'ladi. Minimum 3 milliondan. Yo'q, 5 million so'radi maktabda. Minimumni aytayotganman-da, soat kam bo'lsa. Yo'q, narsa bo'ladi-ku. Stavkasi bor. Bir stavka 50% ustamasi bor. Lekin stavkaga toza bitirgan o'quvchi universitetni bitirdi, mutaxassis bo'lib kirdi. 3 million emasmi maktabda? Yo'q, endi stavka to'liq stavkani aniq bahosini bilmayman, sababi
oliy toifamanda men. Yo'q, minimum bilan nima aytib turibdi, maksimum. Mutaxassis bo'lib bitirib kelding. Oddiy 4 yildan keyin sana 10 soat berdi, hali sen ishlab boshlamaysan to'liq deb. Tajriba kerak deb 10 soat bersa, pul ozroq bo'ladi. Masalan, mutaxassis darajasidan keyin mutaxassis degan toifa bilan boshlaysan, bakalavr bitirib kelsan, mutaxassisdan keyin ikkinchi toifaga o'tasan, ham ekzamen topshirib, ikkidan keyin birinchi toifaga o'tasan, birdan keyin oliy toifaga borasan. Zvaniya oshib borganday. Endi oliy toifa bilan oddiy mutaxassis toifaning farqi 2 million 3 million atrofi bo'lishi mumkin. Ya'ni bir ikki darsda lekin men pulni hisoblab ko'rmaganman, lekin oliy toifa bo'lsang pul ko'p. Undan tashqari attestatsiya bo'ladi. Yilda 2 marta. Masalan, sen 100 ballik sistema bo'ladi. 100 baldan 100 bal jinasan, o'zi sen 86 baldan baland jinasan, ya'ni 5 lik bo'lsa, hava 86 baldan jinasan, vazir ustamasi degan nega ilasan. Yana bir ne bordi? Vazir ustamasi oyna 6 million so'm pul beradi. Sening oylig'ingdan tashqari. Bo'lsin, 86 bo'lsang, sana 70% ustama shundancha beradi. Sen ham vazir ustamasiga da'vogar bo'la olasan, ham 70% ustama olasan. Deylik 3 million so'm pul olding. Mutaxassis bo'lib kelding, 3 million so'm oylik olasan. Hozir sistema o'zgarib ketdi. Attestatsiyaga kirdingda sen 2dan mutaxassisdan 2 ga o'tding, 80 ball bilan o'tding. Sen 70% ustama olasan. 86 dan o'tding. 70% ustama qo'shiladi sana. 3 milliondan deylik 2 millionni qo'shsa 5 million so'm. Toifangada mutaxassisdan o'tgan uchun yana qaytadan pul qo'shiladi. Gidet senda 6 million oylik bo'ladi. Vazir ustamasidan ham o'tding. 2 bosqichli test bo'ladi. Shunday aytgansan menimcha. Vazir ustamasina 6 million so'm beradi. Shu yerning o'zida sen mutaxassis bo'lib 11 million 12 million so'm pul olasan. Endi oliyga boraman degancha yana shu bonuslardan Sen oliysan shunda, to'g'rimi o'zi? Men oliyman. IELTS'dan 7 bo'lsa 50% nadbavka bor. Necha so'm oylik olsang? 10 million so'm olsang. 10 million yarmi. Yo'q, asosiy stavkaning yarısı qo'shiladi. Tushundim. Bo'lsin, maktabning o'zining direktor jamg'armasi degan ustamasi bor. 10% oylikni charitiga yuborasizlar, ustamalarga yoshyorasizlar. 10%dan 40% gacha cho'p ketadi endi. ustama olaverasan. Undan tashqari 10 dan ko'p bellashuvlar bor, olimpiada bor, ne bor. O'quvchi nasab beradi menimcha, to'g'rimi? Okay. Yaxshi, endi Ruslan san hozir universitet ishchisan, xususiy maktab sistemasini o'tib berdi. Qisqacha, plan bilan plan so'ng orasida bo'ladi. Necha so'm ishladak bo'ladi? Men o'ylayman, institutni bitirmayman, misol uchun to'g'ri IELTS tayyorlanib, institutga girmayin, IELTSdan yaxshi baho olgan va yaxshi o'qituvchi bo'lish potensiali bor bolalar, to'g'ri, любой bir yaxshi o'quv markazlariga kirib, minimum $400 ishlab biladilar menimcha. Va keyin уже o'zini challa o'sganligi sayin shunchalik uni daromadi ham o'sib boraveradi. Minimum $300-400 institutga girmay ham topishi mumkin bolalar. Va uning ko'p bolalarni taniymiz. Okay, awesome. Boshqa kasblarda misol uchun уже girishingiz bilan misol uchun $300-400 ola olmaysiz. $300-400 chiqasiz. Yeah, menimcha 1 million, 1,5 milliondan boshlaydi. Ayniqsa government ishlari shunday bo'lsa kerak. Xo'sh, okay. Oxirlab qoldi endi sara bir ikki rapid fire questionlar so'rayman. Ya'ni diskussiya qilib o'tirilmaydi, lekin asosan tez javob berasiz, okay? Rapid fire. Kimdan boshlaymiz rapid fire'ni? Hot takes. Okay. Ruslan ketdi. Sen yomon ko'rading, lekin senda ko'p so'raydigan savol. Ustozni shab speakingga oshirsak bo'ladi. Okay. Evvela qilsa ekandan chiqadi, yaxshi. Ko'pchilik studentlar hozir aytadigan, lekin aytish to'xtatishi kerak bo'lgan bir narsa. So'zlarni to'g'ri translation bilan yozib yodlash. Home, uy, dog, eat ishlamaydi. Awesome. Endi AI, ya'ni ChatGPT deb aytamiz. Bu narsa toolmi yoki xavfmi bizlar uchun? Tool. Okay. Rahmat. Husniddin, same questions. Sana studentlar ko'p so'raydigan savol, lekin sana yoqmaydigan savol. Muallim IELTS'ingizcha. Okay. IELTS'im yo'q. Okay. Keyingisi. Sen shu podkastni ishlab o'tirsan. Keyingisi 17 million bor уже polna. Podkast 17 bo'lsa. Yeah. Studentlar hozir aytadigan, aytib turgan, lekin aytish to'xtatishi kerak bo'lgan narsa. Dangasalik?
Okay. Telefonga qaramlik? Oxirgisi AI bizlar uchun xavfmi yoki toolmi? Ishlatib bilsang tool, ishlata olmasang xavf. Chunki sening ishingga olib qo'yishi mumkin agar sen ondan to'g'ri foydalana olmasang. Okay. Great. Asa, savollar o'zim javob beraman. To'xta. Okay. Ag'abek, endi sana bir savollar bor edi, biroq bunga tez javob berishing kerak. Okay. Sana yoqmaydigan, lekin o'qitsa ko'p so'raydigan savol. Xo'sh. Okay. Savolni phrasing aytishni o'ylab turibman. Tez javob berishing kerak. Shu bonni olib bilamanmi deb so'rashlari. Mana shu. Ya qachon shu bonni olib bilaman? Damlar qachon yetdi olib bilaman? Shu savollar. Tezlik bilan o'quvchilar to'xtatishi kerak bo'lgan narsa. Menimcha ingliz tilini fan deb ko'rish to'xtatishlari kerak va o'yin deb ko'rishlari kerak. Chunki ingliz tili fan emas, 2 soat o'qilib, uyda 2 soat qiladigan narsa emas. Hayotni bir jabhasida aylanishi kerak. Futbol o'ynamaqqa borganda hech kim misol uchun bu futbol o'ynashim kerak deb bormaydi. Futbol deb boradi, ingliz tilini menimcha shuni yetishlari kerak. Qur Ag'abekning shorti bo'ladimi kanalda? Zo'r gap aytdim. O'zini kanal oldidan keyin. AI qo'rquvmi yoki toolmi? Okay, AI menimcha tool odamga qarab ishlatib bilsang tool, lekin agar AI ni ishlatib o'zing ishlamasang, unda xavf. Chunki AI qaram bo'lib qolsang, o'zing kallang ishlamaydigan bo'ladi. Okay, yeah. Can you give back my computer? Yeah. Men sen eding-mi? Closing bor, yeah. Kichik auditoriya emas, bu auditoriya katta edi. Men auditoriyam ulroq edi. Okay. Xo'sh, endi qaranglar. Почти bo'ldik, endi oxiriga keldik. Podkastning oxirida rekomendatsiyalar bo'ladi. Xo'sh. Ketdi, qaranglar, bir-biridan so'rayman. Birinchisi, agar studentlar boshqa ishlatib bilmaydigan bo'lsa, ya'ni bir ishlatishi kerak bo'lsa, qaysi ishlatishi kerak ingliz tilini improve etish uchun? Bir dona maslahat. Kino ko'rsinlar. Kino ko'rsinlar. Yeah, that's what I expected. Yes. Tushundim. Bir ish boshqa ishlatamiz. Kino ko'rish bilan qo'shimcha tarzda listening qo'shiq ko'payishi kerak. Okay. Zo'r rivojlantiradi. Kino plus qo'shiq ikki bo'lib ketdi lekin senki. Ya Rustamning fikriga qo'shilgan holda qo'shiqni aytdim-da, o'zi aytib qo'ydi u kinoni. Awesome. Kinoning sonliklaridan eshitsizlar. Yodlab qo'ysin. Ya o'zini yog'i shu kinodami bo'yka. Okay, endi kinoda ham seriallar ham o'z uchun oladi, lekin men shaxsan o'zim kinodan ko'ra serialni maslahat beraman. Ya'ni yatmin turmay serial ko'rish kerak. Studentlar shunda o'zi avtomatik chiqib ketadi. Meni jo'ramon bor, shunga misol. Yatmin turmay? Yatmin turmay degani shu yatsang ham ko'rasan, tursang ham ko'rasan. Ana shunday. Okay, endi ya bir dona kitob, ya bir dona odat, ya bir dona resource rekomendatsiya etasizlar. Kitob bo'laversin, ya'ni ingliz tilini o'rganish uchun, ya IELTS uchun bir dona o'zingizga yoqadigan, o'zingizga rekomendatsiya etadigan kitob. Hamma rekomendatsiya etadigan o'rganish uchun emas, kerakli deb o'ylayman. Alkimiyogar kitobini o'qishni maslahat beraman. Tushunarli. Dunyoqarash o'rgatadigan kitob menimcha. Okay. Rustam? IELTS related kitoblarni aytadigan bo'lsak, men eng yoqadigan writing kitoblardan biri IELTS Advantage'ni Writing Skills degan kitobi. Agar to'g'ri tushunib ishlatib bilsangizlar, ko'p yordam beradi u kitob. Okay. Qiziq ekanmi? Men chunki bu savollarga o'zim ham javob berishim kerak-ku. Shu tayyorlanmoqman. Xo'sh. Okay, men ham shu kitob rekomendatsiya beraman. Misol uchun IELTS uchun agar kim tayyorlanajak bo'lsa, Complete IELTS kitoblarini maslahat beraman. Shu kitobdan foydalanish kerak, chunki hamma ideyalari zo'r, ajoyib tushuntirilgan. Meda etib. Ya, 3 xil varianti bor, 4.5, 5.5, 6, keyin 6.5, 7.5. Aytib berdimmi? Ko'p. Okay, ingliz tilini o'qituvchi bo'ladiganlara bo'lishni indazi boshlagan o'qituvchilarga maslahatingiz. No maslahat berasizlar. Yana toza boshladim, 1 oy bo'ldi boshlaganim, no maslahat. O'quvchilarmi? O'qituvchilar, ingliz tili o'qituvchilarini. O'qituvchi hisob qo'yasizlar, tajriba. O'zini ustida ishlash kerak. Ya'ni ko'r o'qituvchilikka qaram bo'lib qolmang, o'zini ustida, ya'ni o'zining ingliz tilini ustida ishlashi kerak. Ishlash kerak bo'lgan yutuqlari ko'p. Birinchi so'raladigan narsa IELTS, so'ng toifa maktabda ko'p so'raydilar bundan men IELTSni. Okay. Siga minsang ham, qo'ng'ishlar, sadaqalar, IELTSizcha IELTSizcha desa oliy toifali o'qituvchiman. Yo'q, IELTSizcha oliy toifali o'qituvchiman. IELTS. O'zim tamam. IELTS'im 5. Okay. Unda
ingliz tili o'qituvchisi bo'laman deb yurganlar bo'lsa, Endi bo'ladi. sizlar hayotingiz davomida bir dana savol hech qachon tark etmaydi. Bu savol ingliz tilini polni bilasizmi degan savol. Necha foiz bilasiz? Necha foiz bil? Men yosh vaqtimda ingliz tilini o'rganib boshlagan bo'lsam, 50 savol beriladi. IELTS 9 olib qo'ysang ham ingliz tilini 100% bilasanmi? Necha foiz bilasan? Beshikni u inglizcha. O'lganingcha tark etmaydi. Shu savolga tayyor bo'lsanglar, bemalol ingliz tilida bas yuringlar. Okay, 5 kredit degani o'zini ko'p tursa 100% bilaman ingliz tilini. Xo'sh, nomaslahat ingliz tilini Endi ingliz tili o'qituvchisi bo'lajak odamlarga maslahatim, sizda какой-то bir inglizcha bir narsa bo'lishi kerak. Menimcha. O'zingiz ingliz tili o'qituvchisi bo'lib, lekin g'irt o'zbekcharoq shaxs bo'lsangiz, menimcha uncha emaydi. İngilizce bir narsa bo'lsa, o'zini olsin kerak. O'zini tutishi inglizcharoq bo'lishi kerakmi, bilmayman. Bir aynan bir narsasini ko'rsatasim yo'q, lekin shunday o'qituvchilar bor, inglizchani o'zbekcha yo'lda o'tganini tuyuladi menga. O'zbek stil deymizmi, bilmayman, men hozir chala tushuntirib bilaman. Mana bu yerdan chetlashmagan holda qo'shimcha ingliz skill bo'lishi kerak deyapti. Masalan, men o'qituvchi bilan o'quvchining orasida masofa bo'lishi kerak, qattiq so'ylash kerak, o'quvchiga qo'yib qarash degan stereotip bor-ku, xalqda kelayotgan. O'qituvchi salom bergan vaqtimda sal qisinadi, chegara bo'lishi kerak. Tur bu narsalar kerak joyda bo'lishi kerak. Lekin hozir men maktabga boraman. Hozirda tur hamma bilan bundaycha tab kinolardagiday zo'r gaplashib, salomlashib ketaveramiz. Lekin kerak joyda men hurmat etadi. Boshida aytganday, kerak joyda qo'rqadi, kerak joyda bizlar friendly atmosferani yaratib qo'yibman. Ruslan shu narsani aytadi. Shunday bir xususiyatingiz bo'lsin. Bundan plus misol uchun ayrim o'qituvchilardan hozir garantiya beraman, borasidan Jeffrey Epstein kim desangiz tanimaydi o'sha odamni. Shunday o'qituvchi bo'lmasligi kerak menimcha. Buni bilish shart. O'qituvchilar ham biladi o'zi kimligini. Ingliz tilchilar bilmaydi ekan. Ingliz tilchilar bilmasligi mumkin. Shunday narsalardan xabardor bo'ladigan darajadagi o'qituvchi bo'lishingiz kerak menimcha. Okay. Awesome. Sizning bilarmadingiz? Altsgam yo'q. Epsteindan bilmaysan. Okay, yaxshi. Aslida endi closing bo'ladi. Men seni endi bedam uchun albatta siz o'zingiz muxlislaringiz paydo bo'ladi bu podkastdan keyin. O'zingizga yarasha. И уже sizda muxlislar bor. Shuning uchun ham sizga kelgansizlar bugun, ya'ni o'zingiz sohalaringizda o'zingizga yarasha hurmatga erishgan odamsizlar. Shuning uchun sizlarni Telegramlaringizni yoki Instagrammi shunday ham proyektlaringiz bo'lsa, shuni aytsangizlar. Ana shunday ham. Sho'ra javob pastga chiqarib qo'yasan, misol uchun, aynan Ruslan, masalan seni haqingda ko'proq bilish xohlasalar, seni ishlaring haqida, kimni follow etishlari kerak, niyada? Wikipediadan yo YouTube'dan qidirishlari mumkin. ChatGPT'dan so'rasa o'zi chiqadi. Birinchidan chiqasan. Yo, menimcha bloging bor edi, Ruslan blog degan. Shuni kuzatishlari mumkin. Okay, Husiddinda proyekt ko'p. Shu ekran hozir to'lib ketadi. Proyektlardan. Xo'sh. İbad kamera qarab aytayapti. Instagramdan shu Og'abekning podpiskasini orasida Husniddin deb yozsanglar chiqadi. Qolgan qiziqtirgan narsasi o'zingizning qiziqishingizga qarab profildan mana linklari berilgan, aslan kirib ko'raverasiz. YouTube'da da bor, Instagramda kamera. YouTube'im normal. Yes, asosan shu kichik auditoriyaga podkastda bor, mana shu podkast ekadi. Birinchi o'chir o'ta sifatli podkast, chunki perfectionist. Rasmiy studiyachilar ikkalab ishlaydi. I plus ma yaqin tarafi podkastning limit bo'lmay turibdi-da, misol uchun. Ya'ni bir qarasam misol uchun ingliz o'qituvchilar o'tiribdi, bir qarasa logistikchilar, bir qarasam o'quvchilar o'tiribdi, o'quvchilar, ya'ni studentlar o'tiribdi. Borib check-out etib ko'rasiz, xudo xohlasa men o'zim ham chiqqanman, zo'r chiqqanman, shuni ham ko'rasiz. Men o'zi qaysi kameraga qarash bilmay turibman. Okay, John shu savol berib keting. Podkastni boshlading. Podkastni boshlashga sabab nima bo'ldi? Podkastni ertaroq boshlaganmiz. Podkastni tezlashtirishga munosib bo'ldi desang to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, sababi men endi misol uchun ko'p odamlardan taniyman. Biz shu behind the curtains degizda parda ortida misol uchun zo'r gaplar so'zlashamiz. Ya'ni Ruslanlar bilan Aniqsa ko'p uchrashaman, har xil temalarni muhokama etamiz. Har xil ideya o'yladim, nishlatsak bo'ladi. Hali bu podkast onsam bo'ladi, bir akilgan bir ekindim bu. Hali blosim etadi har xil yo'nalishlara. Maqsadim faqatgina
classroom içində yoki bu jurnalların günlərinin içində qalıb getməsik zo'r fikrlarni, чтобы bana chiqib turib, ommaga olib chiqish. Ommadagi günlərni görib turibman, misol uchun podkastlar chiqib turibdi, masalan, Xorazmda, kerak bo'lsa Toshkentda. Men ishonaman, misol uchun bizda ham shunday potensial bor. Birinchi uchun o'zimda shunday intervyuchilik potensial bor deb o'ylayman. Hozircha zo'r intervyuchi emasman. Bugun ham to'liq ochila olmadim. Yeah. Yo'q. Tushundim. Ya'ni ochilmadim degani sizdan balkim zo'r savollar so'rashim mumkin edi. Asosiy sababi shu. Ya'ni shu ideyalar parda ortida qolib ketmasin, bana ham chiqsin, deshana, ya'ni xalq ham ko'rsin degan maqsad. Jon bugungi aytgan gaplarimni hech kimga aytganman, hayotda aytganman. Videoda aytib chiqmaganman-da. Ingliz tilini o'rganishim sababchi bo'lgan narsalar. Shuni udaltib tashlab nima? Yo'q, aytyapsiz-ku, misol. Ya shu birinchi aytib o'tirman shu yerda. O'quvchilarni sen bilan connect etishga ham yordam beradi menimcha. Ya'ni seni journeying ularni inspire etishi mumkin. O'ylab qarasan. Aytmasam, o'qishga kirmasdan burun o'qitib boshlaganman deb. Xo'sh, shu fursatdan foydalanib podkastni olishimizda hozir sponsorlik qilib turgan Amerika Akademiya o'quv markaziga rahmat deb qolamiz. Podkastimiz ham shu Amerika Akademiya zdaniyasida olindi. Bu yerni hozir ko'pchilik o'zi bizdan o'quvchilar ko'radi. Shu o'zingizni beload centerlaringiz. Xudo xolasa, sizlarga rahmat kelganlaringiz uchun. Ruslan, Husundin, shu Husundin kerak bo'lsa Qoraqalpog'istondan kelib turibdi, uzoq demin. Ruslan kelmasa bo'lmasa edi. Cho'loq sharada kelmasa. Katta rahmat sizlarga kelganlaringiz uchun va umid qilamanki, bu sana oxirgi kelishingiz bo'lmaydi va yana kelamiz va keyingi kelganlaringizda Xudo xolasa hozir misol uchun podkastimizda 200 dona podpisчик bo'lsa, ko'proq bo'lsin, 1000 bo'lsin, 5000 bo'lsin, 10000 bo'lsin. Bundan keyingi levellarga chiqadi. Sizlar keyingi karyeralaringizda Shunda sana bir sürpriz qilajaqmiz. Ruslan akamiz bir o'ylashgan holda podkastda bizlarda esdalik Doğrusunu aytaver. Ya, to'g'risi. Bizlardan esdalik qolsin deb o'z apga bejaydik. Esdalik kitob bilan ne ap qildik. Okay. Endi bu yerdan reklama ketdi. Shu yerlardan tavaslar, meni. Ag'abek. Kichkina bo'lsam. Rahmat. Enthusiastic English Husudin o'zini shaxsiy proyekti, ingliz tili o'qituvchisi bilasizlar va Enthusiastic English degan Telegram kanalini asoschisi. Şurada o'quvchilarning rezultatlari va boshqa yutuqlar haqida aytib boradi. IELTS beradi. Okay. Rahmat Husudin. Ya, IELTS beruvni ham bor. Men shu podkastda Why Nations Fail degan kitobni sovg'a chekman. Men eng yoqadigan kitoblardan birisi, chunki men yoqadigan temalar gaplashiladi bu yerda. Va men umid etaman bu kitobni American Academy o'quvchilari ham sevib o'qiydilar. Bu kitob deganda faqat imенно shu kitob tushunilmadi. Shu kitobni do'kondan olib o'qiysizlar xolos. No, it's a joke. Xudo xolasa shu podcast corner chekman. Shu uchun bular aytganadi, yana bular hazillashib podarka etib keldi, lekin bular aytdim. Har bir endi bundan buyon podcastga kelgan host o'zini xarakteridan, o'zini qiziqishlaridan, o'zini sohasidan kelib chiqqan holda bir kichkina sovg'a keladi. Sovg'a qimmat bo'lishi shart emas. Lekin men xursand bo'ldim. Yana Husudin haqiqatdan qimmat bo'lsam qarshi emasman. Husudin misol uchun IELTS beruvni proyektlar asoschisi, ya'ni o'zini proyektini olib kelgan. Ruslan esa politikaga dim qiziqadi. Hamma o'qish temada ya kelishamiz ya urushamiz. O'zini xarakteridan kelib chiqib kelgan. Xudo xolsa, balkim keyingi podkastimizda orqamizda shunday joy bo'ladi. Shu podkastga kelgan mehmonlarning sovg'alarini qo'yib qo'yamiz. Ya'ni podkastni hamisha ko'radigan odamlar iboblarni sovg'ani falon mehmon keladi, bu sovg'ani falon mehmon keladi deb eslab o'tiradilar. Katta rahmat sizlarga sovg'alar uchun. O'zim men shu kitobni o'qasam boradi. Umid qilamanki podkast bo'lgandan keyin olib ketmaysan. Ya, juda ham xursand bo'ldim kelganingiz uchun. Menimcha Jon hammasi zo'r bo'ldi shu o'rinda. Shu tataveramiz. Netamarlar. Ko'ngil kuyi aytamiz. Okay, yeah. Shashika goda. Ag'abek, zo'r boshlading. Davomli bo'lsin. Podpisчиклар ko'paysin. Birgalikda nishonlab o'tirish nasib etsin. Xudo xolasa ishlaringga rivoj, o'quv markazing rivojlanaversin, o'quvchilaring katta bolalardan bo'lsin. Hammaga shu o'rgading ko'rgan bo'lsanglar, albatta rahmat aytamiz. Rahmat, salom rahmat. Shu sani podkastingizdan ketaversin. Men oqshom tekshirdim. 1000 podpisчик bo'libdi уже. Bizlar ham xudo xolsa keyingi sanatchilarda 1000 bo'lish nasib etsin. Shu 1000 podpisчикga aytsang, bizlar ham qo'shilib qo'ysalar.
Onu gaplashamiz. Zo'rdan bo'stirdim. Yeah, okay. Azob bo'lsa. Ruslan, any last thoughts? Hammaga rahmat. Ko'rganlaringiz uchun o'ylaymanki sizlarga qiziqli bo'ldi va podkastdan demak omad tilab qolamiz. Yanada rivojlanishni demak tilab qolamiz. Har xil sohalardan yana vakillar bilan gaplashamiz deb turibdi Og'abek. Menimcha hammaga qiziqli bo'ladi. Ayniqsa yoshlarga har xil soha vakillarini eshitib ko'radilar. Shu sohalarni qaysi biri ularni qiziqtiradigan bo'lsa, shu sohani tanlab kelajakda shunda deb o'ylasam boqishlari mumkin bo'ladi. Yes, rahmat guys. Yana bir marta. Ko'pdan ko'p rahmat. Asas sanasdan uzatib qo'yamiz. O'limingizda. Okay, John, Tomoshabinlar bilan xo'shlashmaysanmi? Yeah, yaxshi xo'sh hammaga. I mean, Joe Rogan klubida. O'rogan.